Assalamu alaykum aziz yurttaşlar. Ekran aldiki qadrli görürmenler. Yakşanbanlar hayırlı olsun. Uyghur Akademiyası, Akademiya Söhbeti programımıza hoş geldinler. Ben Mahburet Kamal. Bugün Uyghur medeniyet tarixideki, Uyghur mevcutluğundaki yeni bir mühim tema, Uyghur marifı hakkındaki söhbetimiz bilen huzurunuzda turibmiz. Diqqatinglar bizde olsun. Bugünkü kıymetli mehmenim köpümüzge tanışlık bolgan Han Tangri Edebiyat Mükafatı'na erişkücü bir muhbir, yazgıcı ve ana til mektebi kurgucularından Selime Abdullah Kamal Hanım. Selime Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Selime Hanım programga Avustralya'nın Sydney şehrinden qıytılıvatıdı. Hazır Çinkeçi bolup kaldığı değil mi? Sizge çok rahmet. Şaraitibizden program katlaşkanlığınız için. Hammamizga ma'lum, Uyg'urlar nihoyatda burunlar tarbiyalanish, tarbiya qilish, o'qish, o'rganish, bilim, tushunish deganga o'xshash hukmlarni bilardi va qo'llangan edi. Vaqtni hisoblash, kalendar ishlatish, burchlar haqidagi izoh berish, tabiatni tunish, iqlimni kuzatish, koinotni, yulduzlarni kuzatish, hayvonlar haqida ma'lumotli bo'lish, tog' daryolarni tunish va farzandni yaxshi yetishtirish bütün bu sohalardagi tajriba savodini keyingilarga o'rgatish va miros qoldirish qatorliq bir qator ishlarda xuddi maktab tarbiyasi ko'rgandek ma'lumotli edi. Bo'libmi O'rmon Uyg'ur xaqonligi, Uyg'ur ediq xaqonligi davridagi gullangan ma'rif natijasida bizga qoldirib ketgan minglagan asarlar, Qarixoniylar davlatidagi Sojiya xonlik maktablari, Chog'day davridagi ta'lim tarbiya markazlari, Sa'diya xonlik madrasalari qatorliq bir qator sifatlar Uyg'urlarning ma'rifga, odam tarbiyalashga nihoyatda burun ahamiyat berganligini ko'rsatdi. Afsuski 18 va 19 asrlarga kelganda xalqimiz beshiga kelgan ba'zi baloyi ofatlar va xurofot patqiga qilish ahvollari ma'rifni uzoqlashtirib, bu ahvollarning ko'payishi bilan uzundan buyon uzilmay davom qilib kelayotgan ma'rif an'analarimiz maqsad qoldi. Shuning bilan bizni falokat bosdi va vatanimiz munqariz bo'ldi. Biz bugungi programmamizda asosliq 20 asrdagi ma'rif ahvolimiz haqida to'xtalib o'tmoqchi. Selime Hanım, siz aldı bilen 19-20 asrning başlarındaki Uyg'ur ma'rifining ahvoli haqida qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmet sizlarga. Men mushu so'zimni boshlashdan burun e'lon chiqqan mening yonimdagi kishini azliq tanishtirsam bo'ladimi, ustoz kishini? Albatta, albatta. So'radi mendan, bu kim o deb. Shuni bir tanishtiraydi ya. E'longa chiqqan mening qishimda o'tirgan kishi Mamtibin Umarov otimiz bo'ldi. Bu Mamtibin Umarov degan kishi ilgari yosh vaqtlarda ko'p bilim olgan, o'qigan bir kishi ekan, G'ul shahrida tug'ilgan. Sharq Turkiston Jumhuriyatining inqilobida, ya'ni inqilobida harbiy qatnashgan. Lekin asosligi bu odamning qilgani Shexos o'qishida harbiy komissar bo'lgan ekan. Shexos o'qishi eng qattiq jang bu. Shuni buni men anglagandan keyin bu odam bilan bir qaranglishay, bir qalay, ya'ni qanday tafsilotlari bor deb 2004-yili u odamni izlab uyiga bordim. Uyiga berib qilsam bu odamdan o'ylamgan qimmatli uchurlarni oldim. Uni yana ayrim boshqa mazmun bo'lish keyin deyishamiz. Endi bu odamni bu yerga qo'shib rasm bilan chiqarishimni tavsiya qilishimning sababi biri bu odamningki jangchi bo'lganligi va oliy darslik harbiy komissar bo'lganligi, undan keyin G'ul shahriga 46-yildan boshlab 3-4 yil G'ul shahar boshlig'i bo'lgan ekan. Undan keyin turmada yotgan ekan. Turmada to'shqanda madaniyat inqilobi boshlanib ketib, egildigan odam yo'q, uzurib ketgan ekan hatto turma muddati. Ondan keyin turmadan chiqqandan keyin yana shuncha ojizlashganiga, shuncha dard alamlarni topganiga qaramay ma'rif sepida xizmat ko'rsatgan ekan. Bizga temamiz bugungi ma'rif temasi bo'lg'achqa, shu nuqtadan bu odamni yana tortib sizlarga bir bahonada tanishtirgim keldi. Bu odam G'uldagi Tangritog' maktabi, bir hunar kasb maktabi qurilgan. Ash maktabni nomrodli qadr so'zlayman, uni ichida nurg'un bolalarni o'qitdi. Shuning mudirligini ustiga ilib aktiv tashkillovchilardan birisi bo'lgan ekan. Men bugungi temamizga munosabatlik mushtaq bo'lg'achqa u rasmni qimmatli rasmni qo'ydim. U kishi 2007-yil vafot bo'ldi. Ruhiy shod bo'lg'ay
Ruhi Emin Tapkay, Şubana Dermanlarga tunuşturup koyay dedim. Hem de o kişinin ki o günkü bana söyleyen başka terimlerini yani alaydan başka bir fırsat bu sözle koyarım. Köp rahmet. Köp rahmet. Dep koyay dedim. Çünkü Rahmet. nurgun sımağında soravatı benden bu kim o dep jo okutuvchunuz mu dediler boldu. Sonuçta ulug' bir adam, kıymetli bir atalarımızdan biri. Maqul. Asas temani mağfiret sanını degendek başlap ketayli hamda ma'rif degan bu bek cho'ng temike. Men ma'rifshunos o'qituvchi yoki pedagog emas, ammo muxbir muharrir bo'lgandan keyin nurg'un aylanib yurib Shinjongning shimol janub yerini nurg'un maktabdagi o'qituvchilar bilan paranglashib, ular ma'rifning nimaligi, Uyg'ur ma'rifining nimaligi haqida darslarni bilgandim. Endi ma'rif bizning bu hozirgi zamon 20. asr 21. asrdagi gap asos tema ma'rifat aytganda 1985-2005 bo'lgan oraliqdagi atalar izidan ma'rifni qo'llash Uyg'urlar. Bu so'zlashdan burun eng dastlabki so'zimni Yusuf Xasajik buviimizning ma'rif aqliyalaridan boshlashni to'g'ri topdim. Chunki bu tunugunki bir asr, ikki asr emas, 1000 yilning oldidagi bizdagi ma'rif ideyasi. Bundan faxrlanamiz, buni albatta avval tilga olay. Endi Yusuf Xasajik bilim ilishninki zarurligi haqida mundaq nurg'un nimalar bor, so'zlari bor. Bundan faqat birini aytay vaqtimiz bilan. Bilimni büyük bil, o'qishni ulug'. Bu ikkisi yuksaltir, qo'lni to'liq. Bilimni cho'ng ko'r. O'qishni o'qish deganimiz o'qu, aqartish degan ayni vaqtda ma'rif degan gap. Ma'rif degan bizning fikrda o'qishni ulug', ma'rifni degan gap ham o'qishni ulug' bil. Bu ikkisi yuksaltir, qulni azod qiladi bilim degan. Qul bo'lmaysa degan gap bu. Shundan bu 1000 yil ilgirki gap, shundan to'g'ri 500 yildan keyin bu g'arbdagi bir Seneca degan bir ma'rifshunos olim ma'rifsizlik namratlikni yamritadi. Namratlik bo'lsa insonning ideyasiga, harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Insonni xato yo'lga boshlaydi deb dunyoni zilzilaga solgan. Ma ishqisam o'xshash. Ayolmi ma'rifsizlik xato yo'lga boshlaydi, insonni namrat qiladi. Namrat qulga o'xshash qiladi. Qul bo'lsa namrat bo'ldi, namrat degan qul. Shundan shu Seneca degan olimdan 500 yil avval uni deb qo'ygan. Mush jihatdanmi men bek hayajon nima buni har birini qilsam. Endi shundaq ekan, shundaq bir ata-bobolarimiz 1000 yildan oldin ma'rifni ulug'ligini bek cho'ng yakunni chiqarib oldi ekan. U Yusuf Xasajikning kitobini o'qisa bu odam cho'kib ketib chiqarib bo'lmaydi. O shunchalik ulug' bir kitob. Endi ma'rif degan nima degan so'z kelsak, o'qitmoq, o'qimoq. Oddiy aytganda o'qitmoq, o'qimoq. Nimani? İnsonni ong jihatdan eng kuchli qila oladigan dunyoviy bilimlarni o'qimoq va o'qitmoq. Agar bilim bo'lmasa, ma'rif bo'lmasa, inson kuchli bo'lmaydi. Bu bir xalqning bo'sog'idagi ish o'xshashli bo'lib qoldi, manbasi qo'shal bo'lib boshqa vaqtda turgan. Kuchli bo'lmaydi inson. Ma'rif odamni, insonni kuchli qiladigan narsa. Ana uni ma'rif deganimizni o'qitmoq, o'qimoq ana shuni ma'lumsi. Endi bilim dunyoga o'rtaq. Azaldan bilim bo'lsa, dunyodagi barliq ellar bir-biridan qanchalik o'rganilsa, qanchalik ko'tarilsa, o'rganib taraqqiy qilib mushkul keldi. Lekin bilimdan insonlar, bilimlik insonlarimiz faqat o'z millatiga, har kimning o'z millatiga tabiiy. Shuning uchun o'z millatidan qanchalik ko'p ma'rifchilar, bilimlik odamlar, ma'riflar yetishgan odamlar chiqsa, shu millatning orbisi dunyoda o'rin tutishi kuchli bo'ldi ekan. Har qancha bilim dunyoga tayyor bo'lgan bilan bilim egalari millatga tayyor bo'lg'achqa millatga g'urur etildi ekan. Millatga kuch-quvvat berdi ekan. Chunki ular bilim dunyoga tayyor degan bilan kimlik jadvaliga men dunyo millatidan deb yozmaydi-da. Uyg'ur bo'lsa Uyg'ur, Fransuz bo'lsa Fransuz, Ingliz deb yozdi. Shunday bo'lgan ekan. Shuning uchun hozirgacha xuddi Kiyori xonim mana shunda bir olim ayolga hamda boshqa olimlarga o'zining odamlari shunchalik qilib o'tganda Avstraliyada bir yig'inga borsam,
Aşı ayolniki dövdüğün kelgen bir makal okudu. Fiori Hanım'ın sözünü aşı yoğun kılıp ekran saplap koygan dedi. Üçemedi. Demek milletine ki gurur verir ki, mengü milletke gurur verir ki. Mağarıtının küçüğe biliminin küçüğe demek demek. Андaq bolsa, Yusuf Hasacib bu bizning keyingi davrlarda zamonimizda bizning Uyg'ur ma'rifimiz qanday bo'ldi degan asosiga yetib kelsak, Yusuf Hasacib bu bizning keyin nurg'un xalqlar o'tdi, boya riyosatchi sonimiz aytgandek Sayliya xalqida va boshqa nurg'un xalqlar bo'ldi. Hammasida madras ma'rifi umumlashdi. Medres ma'rifi sadece medrese degan Qashqardagi dağlıq medreseler, G'uljidagi Baytulloh masjidi medrese deymiz, uyadimi? Hammasi tutash maktablar bo'lgan, ammo din o'qitadigan asosligi shu islom dini ma'rifi, ya'ni usuli qadim deymiz, usuli jadid deymiz, usuli qadim deymiz, shu dinni o'qitadi. Shunaqa bo'lganki, endi bir yerde ben şunu da koyayım, ben bir monca burun 1800 yıllarının ahırdan başlayıp mektep kurgan bizdeki atalarımızın atıdan meyli Atüş'teki, Kaşgar'daki, meyli G'uljid'deki olsun bir yerde sen aval, sen keyin degeni talaştım yok. Kanda bulmuşsun hemmesi bir yıl, 2 yıl aval, bir yıl, 2 yıl keyin bulsa onu talaşmayımız. Bizim atalarımızın sanat çıkay. Sizler bilirler belki şunu adamı. Birisi 1895 yılı bu doğruluk nurgun makallarını e'lon qilindi. Elida açılgan, Elidagi masjidning yanında açılgan tunji jadidizm maktabi, jadid yangi ma'rif. Albatta uningda cho'qim diniy dars bo'ladi. Lekin burunqidek safli diniy dars emas, tarix, coğrafiya, hisob, adabiyot, ana til degandek darslar. Bu Mutali Kamal degan adam bizning buvularimizdan bo'ldi. Uning aksi Abdumutali Kamal aslida 20-yillarda Buxoroga berib, u yerda o'qib qaytib kelgandan keyin u odam uyida maktab ochgan. Diniy maktabda, ya'ni u vaqtlarda 1800 yilning Abdumutali Kamaldan xil burun ayoli qizlarni ayrim o'qitgan, o'zi o'g'illarni o'qitgan. Endi 1895-yili Mutali Kamal ata-onasi bilan ko'chdan dastlab vaqtlarda, bular 1800 yillarning beshida bu Mutali Kamal 15 yosh vaqtida Yarkaga ko'chib chiqib ketadi ekan. Shu yerda ilg'or ma'rif bilan ruslar, tatarlar orqali allaqachon u yerga kelgan ma'rif Abdurahmon Damullam degan kishi o'qib, keyin qaytmoqchi bo'lganda Abdurahmon Damullam o'zi uning xalifa unvonini berib, Abdumutali Kamal xalifa deb berib, o'zi birga kelib, Elidagi Allabay masjidining yanındaki bir yerdan uy elib, o'shada yaqinda tarix, coğrafiya darsini qo'shib o'tirgan ekspertga. Endi Janubiy Shinjongda Atuş'da Akif Musaboyevlar, ular shunday jadid yangi darslar qo'shilgan maktabdan ularni ochdi. Ularning eng gavdalik, eng kuchli ta'sirini 1914-yili 4-oyda qurilgan maktab nihoyat kuchli bo'lgan. Ham Türkiye'den kelgan Ahmet Kamal degan kishini taklif qilib akilib, o'shaga o'qitib chiqargan. Undaq bo'lgandan Türkiye u chaqda Yevropa tutash davlat, burun mustaqil bo'lib, o'zining hamma nimasini ratlab olgan ma'rif kuchli davlat bo'lg'achqa, u kishining ta'siridan otish, Qashqar zilzila kelib ketgan. Mamlakatda qulash shu kishining dastlabki o'quvchilari. Keyin u odam ne? Endi bu yerda ko'ngilsiz bo'lsin, rost gapni deydi. Umarboy degan Qashqardagi bir boy odam qattiq qarshilik qilgan. Bu bolalarimizni kafir qilib turgan bo'ldi. Bolalarni dastlabki naqsh o'rgatdi. Mandaq qildi. Shuning uchun bu odam deb shu vaqtdagi shu hukumatga chiqishtirib 6 yil turish jarayonida 4 qatim turmaga tushgan Ahmet Kamal. Bu endi bir xush xabar emas, qarindoshlar. Shunday bo'lsa-mu, bu bir amaliyot. Shunday bo'lsa-mu, odam shu jarayon turib o'quvchilarni qilib, bu odam ketishiga maktab taqib qolgandan keyin, endi mamlakatga Turkiyaga berib, o'qib qaytib kelgandan keyin hayron qolarlik darajada u odam bu mamlakatning bu ma'rifimiz ko'rsatgan ta'sirini o'qib kelay. Hozircha bu yildan chetnab ketmay turib turaylik.
Endi Efendimning tug'ilganligining 120 yili 1901 yil tug'ilibdiki. Bu munosabat bilan bu mashhur ma'rifchimiz, qahramon sevimlik Uyg'ur o'g'lini bu yerda yod etamiz. Onun onun açgan yolu hakikaten o'chmas bir mash'alni ko'tarib bilimni yana qayta xalqimizning ko'nglida parlash uchun, ishlash uchun bir yo'l ochganki. undaq bo'lsa, bak yaxshi 100 yoshga kirgan yil ekan. Yana azroq qo'shimcha chiqib qo'y. Bu odamning 6 oyda 24 maktab etishi hayron qolarlik rekord. 6 oyda 24 maktab ochdi deb men bundan bir 7-8 yil avval Turkiyadagi bir oliy maktabda o'tkazgan ilmiy muhokama yig'iniga mush maqolani sungandim men. 6 oyda 24 maktab ochdi desam, yig'in tugagandan keyin bir cho'ngroq birisi kelib mendan bu gaping rostmi yoki sen mubolag'a qilib qo'ydingmi dedi. Lekin men rost bu bunday gap buni tushundim. Haqiqatan ishonmaysiz darajada. Lekin o chog'da ortishdagi shu bayramni qo'llagan, uniki Mahmud Moiti generalni aytib qo'llagan. Shuncha o'g'il qildi, lekin oxiri uni yanala hukumat shu vaqtdagi Şыңның davri bu 30-yillar. Aqartish yo'lidagi ziyolilarimizni qirib tashlagan vaqtlarda yanala bu kishini tinchlik vafot bo'ldi. Hamma bilasizlar. Bugun 100 yosh kirgandan eng boshda bu kishini yana aslida nima degan yaxshi bir odam bir inson hayotida chivindek kelib yashagandan ana shunday iz qoldirsa 30 yoshmi hozirgacha yodlayapmiz mana 100 yildan yod etyapmiz. Nima ulug' insonlar. U odam ma'rifshunos bo'lganligi uchun, ma'rifshunos bo'lganligi uchun. Shundaq ishlar endi 1920 yili Janub Şinjan'da Abdülkadir Damullam degan mashhur kishini bilasizlar. Shu odam tunji qatim din bilan fan birlashtirilgan maktab ochgan, maktab ochgan ekan. Onda til yazık, Uyghur til yazığı, o vaqtlar ko'pincha arab fors tili bek diniy maktablarda aşını öğretip gelmez mi? Çünkü Kur'an'ı öğreniş için arab tili bilish kerak. Bu adam ana til yazık, xushxat, tabiat, coğrafya dersini qo'shib, tunji qatim 1920 yili Qashqarda ashundaq bir maktab ochgan bu odamning bu odam to'g'ri so'zlab cho'kib ketmiz bekdir. Endi Xotandimi Abdulqadir Damullamning jasoratidan ilhomlangan Qosim Efendi degan kishi Hindistonning Dehlida o'qib qaytib kelgandan keyin endi yana bir do'sti Ismoil Xoni degan kishilar bilan birlashib uchaylan Xotanning Oltinliq mazar madrasasida jadid maktab ochgan ekan. Shundami ana diniy dars bor albatta. Burun diniy dars bor, boshqa narsa yo'q, ammo malaning farqini diniy dars bor, qolgani amisi iqtisod, coğrafya, tabiat degan o'xshash narsalar. Endi bu ochgandan keyin buning ichida yana ulama Sulaymon degan bir kishi bor ekan shu chog'da. Bu odam bilan qattiq qarshilashibdi. Bu yana avvalgi Umarboyga o'xshab ketadigan narsani bu tariximiz reallik bo'lg'achqa bilib bilinglar. Tekrarlanmaydi. Biz hozir u davrlarni o'tib ketdik. Shundoq bo'lsa-mu, bu bir qatimliq nimda bu Sulaymon Alam degan bir mashhur diniy olim bilan bu yana Dehlidan kelgan olim ustozlar ekspert qildi ekan. Nimani tavsiya etsanlar, ular deydi yer o'zining o'qi atrofida aylandi. Yer yumaloq o'zini o'q atrofida aylandi desa, Mao odam Sulaymon degan odam unmaydi. Sizlar uni xato deganlarini qilsanglar, tahriy bo'lasizlar. Yer yopiloq, uni bir o'kiz umingizda ko'tarib turdi. Umingizga bir umingizga yerib ketgan, bir umingizga yerib ketgan chog'da yer davrash ortiqcha shunday kelib chiqqan deydi. Odamlar ojihatini tushunadi. Ammo odam mana deb turib, oxir bo'lmay, uningdan bu ishkisini qiyin qislatlarga elib bir mazal ashna qilgan, lekin ular bo'y bermaydi. Bu vaqtdagi eng xush xabar buniki ashlar ashqan ash maktabda, ashlar ashqan kungi maktabda bizning hozirgi suyimli kishilarimizdan, rahbarlarimizdan biri Mehmetimin Buğra o'qigan ekan. Ash tunji qatim ashlar ashqan maktabda o'qigan ekan.
Müşündaq. 18-ci əsrdən başlap 19-cu əsrlərdə bütün Orta Asiyada elə xurabatlıq naiti yeyilib ketib, bundan keyin cədidçilik hərəkəti başlandı. Cədidçilik hərəkəti başlanıb, yeniçi maarif bilen biz bilimden bek uzaklaşıp ketdik. Vətənlərimiz bir taraftan Ruslar, bir taraftan Mançur, şunda koldan ketiyatdı. Şunun için biz bilim bilen yani qaytı qəddimizni tikləyəlik deb, olub Tatar alimlərinin yetekçiliği de cədidçilik hərəkəti başlandı. Bunun təsiri bilen vətənimizdəki həm şimalda, cənubuda, nurgun yenici məktəblər keçildi. Bunun təsiri həm də Qashqarda, Xotanda, Qulcuda baldır oyğanğanlar demdik. Baldır oyğanğan kişilər şu bilim ügütüdüğən məktəblərini yəni qaytı içib yenice maarif bilen bal yetiştirişki başlaydı. Şunaq o. Bu həm bizim vətəndə həqiqətən o çağdan hesab saxmı? Şu məsələn bizninki həm Qulcuda ki Ayşə Momuz'dan məktəb etişi, qızlarını okutuşu, onun deyken haliye məktəbləri hazırki bu məktəbdə hazırgıca yani bizge adem yetiştirip atkan maarif ocakları. Şu çağdaki şu tuncu kurulgan məktəblər, Cenobdaki şu məktəblər hazır devadise nurgun bizden meşhur liderlerimizni, onun deyken ziyalilerimizni yetiştirgen məktəblər şu. Meyli Altuşdaki olsun, meyli Qashqarki, meyli Xotanki, meyli Qulcu'daki olsun. Bu şu məktəblər xalqның küçü bilen kurulgan, xalqnınki aşı oyun bilen kurulgan ve bu ənənə davamlaşdırıyor. Şundaq mı? Onu davamlaşdırıyor. Xalqnınki şu bilimgi bolğan işqi qədimdən tatib kelgan bir ənənə bəzi vaqtlarda üzülüb qalğan bolsunmu, yanılı xalqның kallısığı sınıp ketgan bir xil nem boldu ki, xatirəsi boldu. Birleşip ketken xalqnınki mıngısı saqlanıp qalğan məlum dərəcədə bilimi bilen müşüləri davamlaşqan. Hem de sizin balılıq vaxtlarınızdaki maarif qandaqdır? Müşü ən davamı balılıq vaxtlarınızda burada okudunuz. Şu çağdaki məktəblər qandaq məktəblərdir? Onundan keyin nemələr boldu? Biz hazır Mao nemi toğrusda 30-cu yıllardan keyinki məktəblərin bir neçə ismini atlasam bolamdı? Əlbəttə. Şaqalaydı. 30 əmdi Mao 20-ci yıllarda çok dini hem jadid yeniçi maarif qoşup okuğan bolsa 30-cu yıl kirgəndən keyin onun diken din yeniçi maarif məktəblər ayrılıb Nimus'u başlayan kende, hatta Qashqarda Musa Efendi degen bir kişi Türkiye'de okup kayıp gelip üzümçilik, bağvançilik, yezigilik mektubu açkan ki. O adet mektepte köp içilgan bir yerde dep gelsen bekçek. Kesbi mektepte bu ya? Kesbi teknik mektep. Kesbi mektep. Acayip işte bu adet. 33. yılı Qashqarda içilgan ki. Qashqarda açkan ki. Şundan başlap nurgun məktəblər etilibdi, ondan başqa gep qısaq, ondan məktəblərimiz Behçikdə, Altayda, Çöçəkdə, Qulcuda, Luknurda hətta. Aşı, həmmi yerlərdə, Uluqcatda, Atuşunun həmmi yerlərdə, bütün həmmi yəni maarif 30-cu yıldan başlap qatlap getdim. Əmdi, Mehmet Qashqari Məktebi degen bir məktəblə qurulğanı bu isim. Şu yıllarda gerçi Mehmet Qashqari bizden xalqımızda texibək tunulmagan bolsunmu, Çöçəkdə 1930-cu yıldan başlap Qashqari Qızlar Məktebi deb bir məktəb qurulğan ki. Mehmet Qashqari qızlarının ki oquşuğumu Mayada abaytın vaqt etibarı bilen demedim. Qızlarını okutuşumu bək cıq köңül bölgen nurgun məktəblər var. Olanı mən yezib keyin elan qılamən. Hem de meyde Mehmet Qashqari Məktebi'nin ki 30-cu yıllarda Çöçək quruluşu meni bək xoş oldu. Aşı namlı şu çağda kişiler ətib olub. Aşı məktəb qurulğan ki. Aşınada işleyen Meryem Appay, Meryem degen bir Appay 2015-ci yılғы hayatga torbatla uçuqcaqda aşı ayal məktəb, aşı Mehmet Qashqari Qızlar Məktebi oqutquçuluqqa yəni ornada qurulğan məktəbə heykəlini yazıb Çöçəkdə, heykəlini qatladı. Amma o toğra, o məktəbinki əməz başqa məktəbə qıtdı.
Aşı Mehmet Kaşgar Kızlar Mektebi'nin orni çekilip hazır birinci başlangıç Hanzo Mektebi. Orni yok keras. Aştaq bir resim var mende. Başka bir mektepki keyin o'qituvchilik qiladi, heykelni qatdi. Demak, aşı yillardagi bir ma'rifni e'tiborlashi, ma'uyani bir narsa. Endi Ayxon ana kelsak, endi u Meryem Appay mektep taklif qilgan o'qituvchi. Bu Ayxon ana 33-yili G'uljinin Qazon tumanida tug'ilgan nima? Qazon tumanida Xayriya mektebini qurgan boy ayol. Eri boy, eri balda o'lib ketdi. Şundan bu ayol Xayriya mektepte kurup özünün qorajaylarını hemen iyanı qılıp, jitim ballağı çidimay, özü ömür boyu ballık bolamıqa ayol bucu. Lekin ko'chadagi jitim ballarını jig'ib o'qitib, hozirgacha o ayolga bag'ishlangan she'rlar, bag'ishlangan naqshlar, bag'ishlangan nimalar, dramalar o'ynaldi. Bizdan shu mag'firat Maash Ayxon mektebini o'quvchisi ana hozir doktor bo'lib ketdi. Dunyoda xeyli o'qib xeyli bir yer bordi. Ayxon mektebini abay etganlikda Mehmet Emin Buğra Xotanlik mektepte o'qigandek mekteplerning ma'rifining kuchi ajoyib. Asrlar bo'yi davomlashib ekanda mana. Lekin Ümit Mektep 1902-yil qurilgan Ümit Mektep G'uljidagi ikkinchi o'rta maktabdan keyin bu yerda bir narsani deb qo'yay. Nurg'un maktablarning nurg'un emas 100% maktablarning aslidagi birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb Maqtay ma'rifi o'zgartirib etdi. Aslida o'zning maktablarining ismlari nima degan chiroyli. Ümit Mektep 1902-yil qurilgan, 2002-yili 100 yilligini o'tkazdi. Unimi asli bir masjidning yanında Kenjiqun degan odam qurgan. Kenjiqun degan odam qurgan. 3 yildan keyin Turkiyada o'qib kelgan Husayn Bey degan Yunus degan odam ana keyin 5-sinf maktab qilib buni nima qilib, yangi ma'rifni qilib, xat basılgan maşinlarını chet elden akirib, aştaq narsalarni qilib o maktabni qilgan. Onun 100 yilligina katta o'tkazildi. Xatir saroylari qurildi. Men hozirgacha yig'in o'sha nima qatnashgan, xatir saroylariga yig'ilgan arxiv materiallar qarasangiz, nurg'unisi madaniyat inqilobi vayron bo'lganki, kuyib tashlanib ketgan. Shuningdek yana xalqlar saqlab Aşı vaqtida aşı Ümit Mektebinki maliyasini tutgan adamning qizi borki, Turkan Xatun deydi o ayolni. Shunga aşı mektebning rasmi bo'lsa berem deb adam evelse ama bir qiziq esil bir hikoyani qistirib. Adam evelse o ayol nima deb desanglar, o ayol shoxsan ish ketadi. Ya, dadamdan bizga qolgan miroslarning ichida eng esil xotira mana shu. Men sizlarga demayman deydi. Shunga o mektebning aşı faoliyatini tashkillayotgan adam nima deydi? Uf, hatırlayacağım oldu. Ma'rif an'analarimizni, ma'rif tariximizni xalq shuncha asrab saqlayapti. Demisi bo'pti. Demay ashiga menga bergan javobi bermagan suratdan qimmatli bo'ldi dedi. Lekin o ayol keyin xizmat ishlab turib uni ko'paytirgan nusxasini akib asdi. Shundaq ishlar bilan ikkinchi o'rta maktabning 100 yillik xotirasida bak esil materiallar to'plagan o'qimayman hozir ansirayman ammo yo'qmi aloqamiz yo'q bilmadim keyin o'ylab qoldim yig'misin bo'ptiki ashundoq Turkan xonimdek saqlaydiganlar saqlab qo'yardi deb o'ylab qoldim o'qimadim qarimga shuning bilan ashundoq bo'lgan andiki qo'rg'ash noyasimi G'uljidagi Xayriya maktab namuna maktab Nuriya maktab degan o'xshash maktabdan hammasi abaydan davatini riyosatchi qizim dedi hammasini vaqtida boylar qurgan boylar ishqital pul topsizlar maktab qilgan shundoq bir an'ana bor ekanki biz Uyg'urlarda va maktabga 5 ming kerakdi 5 qo'y kerakdi desangiz bir yamoqchi mo'zdizmi aron topgan puldan ajrab berdi shuning uchun butun maktablar keyin shu 2002-yili 2003-yili deyman elida İslam Deldiş'nin İslam çaqçaqları ilmi muhakeme jığını oldu. Onunla nurg'un adamlar qatnashdi. Rahila Davud var, men qatnashdim. Shu vaqtida Hakim Jaffar degan odamni bilasizlar, shundanda shu ilmiy mudir bo'lgan odam. Shu odam bir gapni qildi. 99% mishadiki bizning vatanimiz 99% maktab boylarning o'zimizning kuchi qurilgan. Shuning uchun iqtisod bir millat uchun bek muhimki. Shu iqtisod ko'tarilgan vaqtida millatni ko'tarildi ekan-ku, ha.
şu baylarınki mekteplerini etişi yanıla aşı tapqanlıq pulunu xalq üçün xizmat qıldırışı nəhayət yaxşı bir ənənə. Biz şu özümüz yönləb kelgan bir millet ama bu mektep etişdə həqiqətən mal dünyasını bütünley aşı Ayxan anonim dep ötüp ketdim. Özünün bütün mal dünyasını şu sahavet qılıp xeyriye dep onun ismini koyup şu yetim balalarını okup şuna qılıp ketken bu ənənə hazırgıcı mı davam kelyaptı? Ben kim bu Gulcu Çapçal'ınki Çağrıstaydığı yerde ama naati merifet var. Bir yerde Abdüsemet Nazar Hoca oğlu dep bir adamlık alımız var. O 20 yıllarda Uygur dep naati kattığı neme. Abdüsemet Nazar Hoca mı? Kim teşvik şimdi? Kazakistan'da Oruslar nemede naati kattığı kastırıp ziyarlarını Lenin'in Klaudin kim kıtketten küçük gelgen bu. Nazar Hoca dep duraydı. Nazar Hoca. Şu adam yaşıga ya Cağıztay degen kıçıp kelip panahlangan yadır kabrisi meşede. Şu Cağıztay degen yerde Kazan Üniversitesini tutup gelgen adamlar 1900 yıldan Cağıztay'a kayıtıp gelip 1905 yıldan başlap mektep başladı. Selim Yüzbeki degen adam öylerini berip etipke. O mekteplerde til, hesap, tarih, coğrafya, yani bir kızıklı kol işi kızlarga. Kol işi keştik tikiş, undaq oğul balalarga kılış oğul. Onun için gimnastika, voleybol, basketbol oynaş, aşlardan tatıp Cağıztay'dan Şinjan boyunca burundak bolgan ki. Onun için en yani kıymetlik bir yeri mektep formusunda aşı yıllarda. Balalarımız mektep formusu ki mektep gidiyor. Muşunda demek ki mektep formusu degan taş kıyafetlik narsalar emas. Bir mektepning muntazam bir ma'rifning bir belgisi hozir Avstraliyada mı, Amerikada mektep formusu nima uchun? Bu bir ma'rifning belgisi. O'quvchi deganga bir qarshi bo'ladi. Mushtaq qilib mekteplarni ochgan ekan. Endi Cho'chakda tilxima nima bo'lgan doktorlarni keyindagi hozir nima ketdik, o'zlab ketdik. Endi nafratning boyagi gapiga kelsak, özümüzden temimizden asası nimse kelsek 1985'ten 2005'te Uygur mağrıp kandak oldu diye temim kelsek. O temiden burun siz menden mektubunu sordunuz bu değil mi? Sıra kandak şarayitlarda okudunlar mesela. Aşındaklı ben bu 100 yıldan artık tarihi var Özbek mektepke dadam. Biz ailede 8 kız. 7'imizin dadam öz koluyla gitti kapırıp aşağı gittim. Uyumuzga 3 minutlik yol жүгіріп бараттым. Men opçıdım ayttım, жүгіретtim. So'ngtam neyse. Shunchaki yaqin. Bu mektep 1906 yılı kurulgan. Asli ismi Özbek Namoni mektep. Keyin o mektepning ismini 5-mektep o'zgartirdik. 2006 yılı 100 yılligini o'tdi. Axir qitim vatanimga bersin, axir qitim vatanimni mektebini ko'rsin. Uni keyin berib baxdim. Men ash mektepte boshlang'ich to'liqsizcha o'qidim. Endi qilsam Sapa Mağribi degenini Maqtay hükümeti ağzı toğulu 10 yıl oldu mu? Olmadı mı? Şu 60. yıllarda Sapa Mağribi'nin yolu koyup çıktı. Neymiş bunda değilse? Aldı bile şunu degim var. Neymiş bunda değilseler desenler. Bizim o mektepte barlık billerinin hemisi algebra, tarih, fizika, geometri hemisi var. Sapa Mağribi değişiminin sebebi mektepte biz kış yaz parnik var. Tabiatni ko'ramiz. Kirib dars o'tida o'qituvchilar. Ma'lumotdagi o'simlik, istiqbolning o'simligi, ma'lumotdagi Osiyo qit'asida bo'ldi, mundaq deb kechadi. Yo'g'on bir zalni yasab, aynaklik qilib. Parnik bor. Sapa Ma'rifining boshlanishida bu bolalarga yolg'iz sinfga emas, anim o'qitadi. Ikkinchisi, Abay maktablarda qilib burun qizlarga qo'l ishi darsi bor. Ham barliq o'quvchilarga hatto fotoda qanday rasm tortish, qanday foto suratlarni qanday suyish Aşlarının işxanalarımız vardı. Kirib haftada bir şirketim aşlaq məşqlarını qıldırırdı. Onun için sənət kursları, müzik dersi. Bizim mektepte piyano bulduğun, aynı sırada bir müəllimimiz vardı, pek güzel özümü. Piyano müzikini çaldığım olsa, bu mektebimizdeki tıpkı yaptığım depreyslerge, xuddi hazırki Avrupa'daki baylarının dağçıları var o. Dil aşlaq. Ak sırlağılık, 2 qavatlik, künpet çıkartıp selingan, Kengri zal birinci qavatta o'qituvchilarning ishxonalari bir necha sinf, ikkinchi qavat yana
fizik tecrübexana, kimya tecrübexanası, kitapxana, ankin bir neçesini. Yani texim alaydı bir yeri, ikinci qavatga chiqsangiz, kengri zal, ikki tarafga mamaytsınız, kengri bir zalga chiqsiz, uduldu balkon, ko'chaga chiqadigan chiroyli yasayotgan. Yana bir muhim narsa, o'sha yo'g'on bir tiklim aynak bor. Tiklim aynak nimaga yetib turdi desangiz, o'qituvchilarimiz sinfga kirishdan burun aynakni oldiga berib, sochlarni retlab, yoqalarini tuzlab, o'zini ravrish qilib retlab, undan keyin qarang madaniyatni. O'qituvchilar al-Safa ma'rifining nurg'un narsalarni o'rgatgandan boshqa bizga obrazda qanday bo'lish inson, obraz qanday bo'lganda bir ma'rifchiga xos obraz bo'lib deganlarni o'rgatgan ekanda endi o'ylasam, shu yo'g'on tiklim ayni. Bizga mu ba'zi vaqtida ma'lumlarimiz yetlab olib o'rgatdi. Bunday bo'lishinglar kerak, qizlar bunday kiyimlarni kiyib, ratlik bo'lishinglar kerak. Shunaqa narsalarni o'rgatdi. Safa ma'rifi degan undan ortiq bo'lmas. Anadaki voleybol, basketbol maydonlarımız, avaydagidek piyano vakti o'qituvchimiz çalsa hammamiz kirib. Bu çağlar o'qituvchilar qo'yadigan talabni nihoyat yuqori ekanda, demak, o'qituvchi bo'lishmi oson emas. Har jihatdan. O'qituvchilarimizning mehribonligi, men yaqinda bir sinni ko'rib hayron qoldim. Mushu 21-asrda bir Xitoy ma'lum o'quvchi Uyg'ur bolani urib ketayotgan sinni balki men mana ko'raman. Bizning o'qituvchilarimiz bizni o'zining bolasidek ko'radi, o'zining singlisidek, inisidek ko'radi. A'lochi bo'lganlar mening mendan deb o'qituvchim bir esil odamga o'to'g'ri yozgan maqolalarim bor meniki. Shu ma'lum a'lochi bo'lgan bolalar, qiz o'g'illarga o'zining yendin ularning maoshi qanchalik o'tadi. Maktabga piyoda keladigan ma'lumlar. O'zining yendin pul chiqarib kitoblarni taqdim qiladi. Oldi bilan. Menga dastlabki qadam degan bir kitobni taqdim qilgan. O'rislarniki vallahi hikoyasi ekan. Maktab kirgandan keyin. Texmi odamni hayajonlantirgan, qiynaydigan yana bir narsa qizlarga chiroyli jipek lentalarni elib qush taqdim qiladi. Bizning ma'lum. O'g'illarga xos narsalarni qo'shib taqdim qiladi. Unda urmatdi, unda hayron qolmay hozir ko'rsam. Unda urgan yo'q. Aşı aynısı ma'lum dedim, vay piyano çaldıgan. Aşı piyanoni aşı maktabimizning ishchi bek chiroyliqdi. U Bağcılar. Bağcıga o'xshash dedim. Bütün maktabning maydonni aylantirib qarag'ash qo'yayotgan har ishchilar qirqib turdi. Qarag'ashning bo'yida kichik eriqchi bor, sular eqib turdi, sir yozning kuni. Onkin maktab binosining ikki tarafi 3 metr kenglikda uzunligi toki aşı hamiyaga taqashqidek güllük bakıp biz etürgül derimiz terip koyatdı. Etürgüllük. O'qituvchilarning ishxonasidan derisini ashli etürgüllük qaraydi birinchi qavatdagi ishxonada. Onun için zarurning kirdigan yerda ikki tarafda akatsiya daraxti deb, uni madaniy daraxtni deb qo'yamiz. Ikki taraf va uning atrofida qo'ygan yog'och o'rindiqlar va o'quvchilar o'tirgan nurg'un akatsiya daraxtlari oppoq echilib ketadi. Gullarni mushtaq o'zimizdek bir tajikam deydigan bir maktabning tozlig'ini ishlaydigan bir odamning olijanoqligini gapiraymi sizlarga? Bu odam gullarni o'zinanglar, gullar jannatdan chiqqan deydi. Shunda biz qo'limizni tatib gullarni o'zimiz. Axlatlarni tashlasak, o'zi erinmay berib, bizga faqat qapilmay edib, axlatlarni tashlab, bizni mushtaq tarbiyalaydi. Maktablarda mushtaq madaniyat, yolg'iz ABC'ni o'rgatish, algebrani o'rgatish, fizikani o'rgatish emas, odam bo'lishni o'rgatdi. O'qituvchilarimiz her bizden Emincan'da bir müdürümüz vardı. Nait salam. Közümüz uçuşup karşılam. Nait çıraylık salam koydu. Bunda yaxşımışsan bana. İşte kıptırdı. Hemen okutmuşlar. Bunda kılgandaki mağuşlar, ben başlarımı birlikte kılıp gittiğimizde. Ulan bunda kıptırdı ben başlarım. Birlikte kılıp gittiğimizde adam. Ulan kösek hem işten kılıp bizim salam deriz. Aldırayım. Hazır hılı adamlar birbirine salamla ayaydı bu. Müdür emas, müdürler vallahi salamlardan atmayın. Muşundaq derecedeki mektepte bizden mektebimiz. Benim köylülerim Haqiqiy ma'rif shundoq bo'ldi da. Sen tügümeydi. Şöyle aşıntıktayım. Endi bu 60-70 yillardagi ma'rif, bu milliylik, ma'rifdagi milliylashish 1958 yillarda Xitoy Kommunist Partisi vatanga kelgandan keyin butun Xitoyda shu ma'rifningki safosini o'lchash uchun
tekşiriş etretleri evet genke. Bular qaytib kelgandan keyin bizning vatandagi ma'rifninki sapasining nihoyatda yuqori ekanligini aytganka. Shundaqmi? Bu milliylik, bu ma'rifdagi bu milliylik balkim shu chog'dagi hukumatni qo'rqatgan bo'lishi mumkin. Bu taraqqiyot ahvoli qachongacha davom qiladi? Shundaq agar qo'yib bergan bo'lsa, bizning ma'rifimiz haqiqatan nihoyatda yuksalgan bo'ladi. Bu endi keyingi vaqtlarda qaraydigan bo'lsak, bu chekindi. Bu milliylik qaysi vaqtlarda davom qildi? 66 medeniyet inqilobı bo'ldi. Oldindan maktablarda bizning asli o'qituvchilarimizni shundaq hürmetli sazalar o'qituvchilarimizni bo'yniga taxta esib, sazoya qilib, bizni abayma aytgan mansub muallimni 15 kvadrat metr kilomaydigan, egizligi 60 sm kilomaydigan bir podvalning ostidagi bir tar tüpöge maktabning tarixi ashlarini qo'ydigan uyga so'rab tashlab qildi. Biz o'quvchilar, bizga kichik vaqtimiz bo'lg'achqa 14-15 yosh vaqtimiz esimizda yo'qlab qolsak, bir kun xishiyat o'tibdi. Beshida qizil qo'g'irg'uchilar bor, maktabning maydoni xishiyat necha tarbiya o'qituvchimiz Sabit muallim, algebra o'qituvchimiz Rashida muallim 3 yil maktabning maydoni xishlab qo'ydi. Shundan biz ash bağın günümüz keyin men muallimni ziyorat qilib bağınımda 10 yillardan keyin deb ishlab ketgandan keyin meni eshitib qo'yib urdi. Nimishqa desam, bolalaring nima deb kelibdi, sana chuqur yomon xabar keldi. Bu kun chunki muallim biz bilan ko'rishmadi hatto. Hatto ko'rishmadi, beshimizda qarab yer qarab oldi. Biz yig'lab qaytib ketdik. Ashaq turib. Keyin muallimning aytib berishicha, ash kunlarda uydan tomoq aytib berdiga, tomoq yemaydi. Ashadagi suvni ilib ichishkim bo'lmaydi, uydan suv aktarimiz bo'lmaydi. Asla ishlayotgan kunduzi kech sirqiyaga so'raydi. Ashaq kunlarning birida qo'shig'im ichib ketganda deydi muallim, uydan bir tomoq aytibdi. Endi yeyda qo'limga ilishimga bir meni bizning beshimizga qarab turgan Lefa milli bir Xitoy qo'ygan qo'limdan tomoqni tortib qo'lim tiqib mustaq ilishtirib turdi. Nimda qilsam men u tomoqni qanday yeyman desam, sen to'xtab tur, sening bolalaring gap qilmay, sana balki maxfiy xatning uchun ichib deb qo'yganda, men tekshirmasam bo'lmaydi degandi. Unda qilmani endi yelamay, men tanlaganda men yelamayman bo'ldi deb o'zini osh qilsam yemaydi. Qo'llari tirnoqlari o'sib ketgan kiyer dedim işte. Sen nima otsa men cho'qara akamning so'q cheyni so'tib qo'ygan cheyni ichib olib o'rniga suydikimni to'shqizib qo'ygan nochiman. Senin tamoqning nima dedi. Mening o'qituvchim mushundaq urgan tayoqdan o'ta mushigatdak o'tib ketdi ma'lum. Sening tamoqning nima akamni men ashtaq qilgansan. Shuning uchun meni uydan qo'g'irlatgan akam bilamsan, men mushtaharlar dedi. Yalnız mening o'qituvchim emas, barliq o'qituvchi, barliq ziyolilar. Biz 14-15 yoshli bolalarni yezib qo'ydik. Yezib chiqib ketdik, maktablar butunlay taqaldi. 10 yil o'tib ketdi. Ondan keyingi vaqtlar kelganda, madaniyat inqilobidan keyin maktablar ashlab kelgan bo'ldi. Cho'ng yo'qotish bo'ldi. Cho'ng uzluksizlik bo'ldi. Nurg'un bolalar shunda a'lochi savodoshlarim bor. Shunchalik o'tkir bolalar bor. Hammasi yo'q. Yezlarda avlod yo'q bo'lib ketdi. Necha avlod maktablarda taqilib ketdi. O'qituvchilarimiz andoq yo'q bo'ldi. Mening o'qituvchim oxirida jigar kasal bo'lib, shuning bilan davolanib bo'lmay oxirisi jigarda kasal bo'ldi. Yo'q. Qon ayraqi bo'lib o'lib ketdi. Unda o'qituvchilar nurg'un o'qituvchilarimiz ba'zi salom olib ketdi. Endi o'quvchilar bizlar ashna qilib yezib chiqib ketdik. Mana o'xshashlar tirishib yurib qaytib kelib, yana albatta yo'limizni topgan bo'ldik. Nurg'un bolalar ashada ko'pincha chekib ketganlar bor, ichib ketganlar bor. Chunki ruhiy tushkunlik degan ma'rif bo'lmagan keyin unday yoshli bolalar ko'chib qatning bo'lmoqchi, etilgan ishlar ashlar qilib butun avlod hammasi yo'qoldi madaniyat inqilobi. Ammo Xudoga shukr, bu bizning Uyg'urlar yana bosh ko'tarsa, dehshat bosh ko'tardi. Madaniyat inqilobidan keyin maktablarga yig'ishi bilan yana butun joydagi bolalarning qog'ini qilib, qog'ildirib, imtihonlarni berib, bir nimalar qilib, mana o'xshashlar yamish o'rimchik kelib oldik. Qashqarsdan, Ilisdan, iyada bolalar o'qitmoqchilik qildi. Endi shunda ketyapti madaniyat inqilobidan keyin. Yana borib iziga tushib, yana ketyapti, lekin tuyuqsizlar ishni etish, islohot ilib berish siyosati degan siyosatni yo'q qo'ydida, shundan ishkirda u ishni etish siyosati deganlar bo'lib, haqlar ancha-muncha ko'p ketib,
baş götürgen bilen bizning vatanimizda xalqlarga ishni etish siyosati andag'ay mandag'ay aniqsan kapitalizm yo'liga mangan bo'lsa aniqsan shaxsiy ovqatgan bo'lsa deb tuyashga xalqlar asosini topqicha o'qish puli o'rlab ketdi. En qisqasi mening o'g'lim 80 şu yıllarda benim oğlum 90 yıllarda 2010 yıllarda ketdi. 86 yıldan başlap o'qish puli o'rlab ketdi. Aslidagi to'liq o'tir maktablarniki 60-70 bir yüz so'mlik puli 1400 dan 1600 ga chiqib ketdi. Odatdagi boshlang'ich maktablarning pullarini eshib ketdi. Buningda shunchalik echinishli bo'ldiki, hamda burunlarda 2 so'm alikdan oladi. Boshlang'ich maktablarniki bir mavsumlik o'qishiga 2 so'm alikdan kitap puliga shu 2 so'm 3 so'm atrofida bir narsani oladi. Shundan 5-6 so'm bir mavsumni o'tkazib turganga. Xalqlar bir şunu deb o'tayki, endi bizning Şinjan, bizning vatanimiz, Sharq Turkiston vatanimiz osti butunlay neft, gaz, üstü altın, nima, yaqut Altay tağlarida, altın ili Nağult nahiyenin tağlarida, altın Qashqar taraflarda, Xotan taraflarda açlıq tinib ketgan, paxta dünyanın nərəyə basıb, yağaş. Müştaq turub, xalq namrat qalayvergəndə. Endi aziz, anda yaxşılar ki, bu bir tetiqsizlik deyman. Şunchola bayliq bilan 70-80 yildan keyin endi boy bo'ldi, endi yo'lidim, anda qildik. Shuna namratlik, abay deganimizdek namratlik odamlarni xato yo'lga boshlaydi, ma'rifni uzib qo'ydi. Ota-onalar amalsiz qoldi, nurg'unlar kutilandi. Bolalarni maktabga beramiz. Shuning bilan to'g'ri deysiz. Endi bu badiiy inqilobdan keyin ma'rifga yuzlanish harakati boshlandi. Bu chog'da siz Urumchidingiz, endi ma'rif biliqi, ya'ni bir tarafdan pullik qilinib etildi. Mushundaq ahvol ostida ma'rifga yana xalqimiz qandaq yordamlarda bo'ldi. Ya'ni ma'rifni yani qayta tiklash uchun nima ishlarni qildi? Bu ishlar bek ulug', bek jiq, bek bizning odamlarimiz bek esilgan bizning odamlarimiz. Oldi bilan meyga yezib qo'ydim. Oldi bilan shundaq namrat deb hozir muxtara namrat desa janob Şinjanni Bekret aldaydi uni bunday. Abay deganimizdek hamma boyliq bizdan chiqib turib, bundan 20 yil avval bir Hong Konglik birsiniki maqolasini ko'rgandim. Oltin tovoq ko'tarib olgan tilamchilardi. Bizni Uyg'urlarni oltin tovoq ko'tarib olgan tilamchilar. Men degan o'qishdi. Oltin tovoq ko'tarib olsa, lekin o'zing uni oltin tovoqni ishlamaysan. Sen shunda boyitib tilamchi degan gap bu. Haqiqatan ashta. Endi bu siz degandek nimqandan keyin ilqam ma'rif pullik bo'lib ketgandan keyin Xotan nahiyasining Xaniriq yezisida Kirem Emin degan birisi boshlang'ich maktab ochadi. U bolaning pulini balki qanchalik men uni statistika qilib o'zimdan ko'rishmadim, uni men materiallardan ko'rgandim Urumchi vaqtimda. U bola maktab ichib qolmay, doktorxona soldi. Aş o'zining atrofidagi barliq vayron bo'lgan ko'riklarni yasagan ismi Kirem Emin. Ben bu bal to'g'ri texnik tafsilli ma'lumot bek muhtoj edim, lekin bu bal bilan faqat uchirish fursatim bo'lmadi, ammo hurmat bilan avvalmish balning nomini attirib qo'ydi. Kirem Emin, Xotan Xaniriq yezdi. Qashqarda Asqar Abdullah 1 million pul tilib maktab ochdi. Qarqashning Puchaqchi yezisida Avlikin degan birisi to'liqsiz o'tir maktablarni ichib ketgan shu vaqtda. Bu bolalar to'g'riliq naydi. Özlü bilen ben yüz görüşmedim, fakat materyalden bizdeki gezip çıkan materyallardan gördüm. Endi Urumchiga kelsek, Urumchiga kelishdan burun men G'o'ljidan kelay, chunki G'o'ljida 86-yilning oxirida Abdumit Xalisajin degan Abdumit degan bir bola o'ziniki olma setib topgan pulini elib, o pul anchalik emas, 100 mingmi shunchalik ili viloyatlik ma'rif idorasiga berib, ma'rif idorasida shu chog'da o'tchida bir o'g'lonimiz, akamiz bor.
Abdülveli Muqet degan. Şu adam Ma'rif idarasida ishlab qoldi. Shuni oldiga berib qo'yib, bir olmichi bola, bir olma satgan bola, o'zi boshlang'ich tutiblar, o'zi yetim bola otasi haramdan qaytib ketib yo'lda ketgan. Boshlang'ich tutiblar, olma setib, bir sevat olma setib, shuni kirgan payt qilgan pullardan undaq turib, ozroq qo'yib. Shuni elib, aşağı Ma'rif idarasiga berib, Abdülveli akamga deydi. Şunu bir Ma'rif fondu kursam da. Fondu kursam deydi, ama fondunun uzun davamlışlığını kimlerden de anlagan gap bu. Şunlardan bunun nayı təsdiqlib Abdülvelikam buludu, buna yaxşı gap bopdu. Biz bunu nimq bakaylı, şunu bakaylı dese, Ma'rif sahasındaki hem hükümetin kanunları boyunca o pul az kep kaldı. Şunlardan apla dep gözlerge yaşayıp yenip çıkıp nurgun amallarını bakıp bulmayıp aradan 7 yıl ötkenin keyin, aqidimi ko'rdingiz mi? 7 yil o'tgandan avval 220 ming yuan pulni ilib yana bordi. Endi mana shuncha pul topdi. Buningga 180 ming baholatgan qora joyim bor, shuni qo'shiman 200 ming bo'ldi. Shuni bir qilib baqsa degandan Abdülvelikam texmi ta'sirli bo'ldi undaq bo'lsa. Endi qilaylik deb buni endi shuni fondi jamiyatiga 1,5 million bo'lmasa bo'lmaydi deb ishga chiqdim. Hozirganda 1,5 million bo'lish kerak. Degan bo'lsa-mu, degandan keyin bular ham to'xtamay Abdülvelikamning uyadiga obro'yi bor bir odam o'zi madaniyat inqilobidan burun fizik fakultetida Şinjan Üniversitesining fizik fakultetida o'qigan, o'zininki televizor bo'lgan odam o'zi. Bu odam to'g'risida yozgan materiallarim bor, e'lon qildim. Shundan undaq bo'lsa deb obro'yi bor, Ma'rif ishlaydi, o'zi bir kishi boshqa boylarni yig'di. Boy endi boshqa ko'tarayotgan odam qaltajimda 200 ming 300 ming pul topgan bolalarni yig'ib, hammasini ishini biri o'tirib, bu masalani o'tirib qo'ygandan keyin 100 ming, 200 ming, 50 ming o odamlarning ismini demay turay, hammasini bir-biridan ziyorat qilgan pullarni Andıqlar 100 ming, 200 ming, 50 ming, 10 ming tashlab birdan pulni to'ldirib qo'ydi. Shundan buni iltimos qilib, Ma'rif xolislarning Ma'rif jamiyati fondi jamiyati qurib, bu fondi jamiyatining qurilishi qiziq. Shu yili Abdülvelikamning menga aytishicha 1200 bola o'qish haqi o'rlab ketgach, G'o'li shaharning ichida 1200 bola boshlang'ich to'liqsiz o'tirib boramabdi. Ko'chada 1200 aslan emas, bir shaharning ichida. Shuning bilan nihoyat xushib ketib, o'sha bolalarni izlashtirib yurib, ba'zilari bu yerda medikatchiliklar qilib ketganlar, kelib o'qiganlar boshqa. Shu bolalarning 800 ni 80 ming yuan bilan maktabga olib oldik deydi. 800 bolaga az bola emas u. Shuning bilan bular mushtaq qildi. Endi har yili oliy maktabga imtihon bergan bolalarga o'simsiz qarz berishni yo'l qo'ydi. Qiziq yeri, hukumat ulardan 6-7 yil keyin yo'l qo'ydi buni. Bular 6 yil avval chet elga o'qishmangan yoki davlat ichidagi yoki urumchidagi oliy maktabga o'qishmangan bolalarga o'simsiz qarz berish. Yaponiyaga, Fransiyaga, Amerikaga bolalarga tipirlab mang'ul turdi. Qarang buni. Bular yolg'iz maktab ichish yangirini qildi nurg'uni. Ma abimiz xolalardan bir olmichi bolamanki, nemisdan qurilib, nurg'un yordamchilar bilan bir yer kelib, Abdülvelikamning rahbarligida hukumatdan baldir chet elga o'qishgan bolalarni turkimlab mang'ul turdi. Shundaq ishlarni qildi bular. Kambag'allarning bolalariga bir nur bo'ldi bu maktab. Endi undan boshqa bu Abdul Xalsarinninki qilgan yana bir ishi 2003 yil, 2004 yil. Bunun oldida Gulzehra degan Gulzehra degan qiz Taklimakanda Necrat o'tib qumliqda bir dam chiqaryapti. Taklimakan malikasi deb nom oldi. 2014 yil Yoshlar bayrami munosabatidan Abdunum rayonlik neft idorasi bu qizni taklif qilib, Kuchadagi O'shkilik degan yerda neftda mustaqil faoliyat uyushtirib keldi. Bu yerda qiz bordigan bo'ldi. Meni muxbirlik taklifga men bo'ldim. Shu chog'da ketdik.
o жүгіріп мен бірді жүгіріштірме ашы паралашып bu kızda hem ilham verip kalgalıkları жүгіріштірме aşağı kumlukladı aşı toğraqın üstüne жүгіріп bir yerden bek yerip gitip bir toğraqın nemiştirip kütektirip geçip otasak telefon geldi. Sonra kolum telefonu elip kısam aşı abim kalsa dedim ki nemiş kılarışlar dedim işte biz жүгірәватымыздан. Әмсі қайтып келсе бұл Гүлзекер ақинымға немені соқсам болады dedim. Келерде мен dedim ki аты буыларымыз қахраманларны атқа міндіретті. Біздің жардым тұтқанлар болсын, çelişti тұтқанлар болсын, қахраман дегенлерге atты міндіретті. Bu kızmı bizden Uygur'un kahramanı maaş ikinci kıtımlık işi. Bosu bir atqı mindir bakmanla oğullalı menüsün atnama batır kızma menü baksın desem. Boludu dedi telefonunu koyadı. Çak vatamdı dep bizim özgü çıkırım ala dedi. Ayrılımla ürümçü kesek karmaşını yoğun kara taze esil aşağı kaşkılık attım birini. Karı girdeyimde adamlar karı girdeyim. Aslında attım birini çak çıktırım attım birini. Ayrılımla çıktı. Onun neçimanda el. O mağarıp ne emez ma ruhnumu ma teklimakandan biz mi öteleyimiz? Kumlukna yapıllık bilen o çet elden kegeler ötüp buğum ne var? Biz mi öteleydiğimiz o degen nersini halkı bildirmekçi. Attım eşerde Gülbekler'in atkı mendörüm. Mındak işlerini kıldığı adamlar. Mağarıpla emez bütün adamlarını terbiyeleş, adamlara ruh veriş, ilhamlandırış bizim ruhi düşken adamlarımızın. Manda işlenim kıla adam bu abimiz kalısaydım. Eğer abimiz kalısaydım bilen aman esen körürsem onun emri beşimini eğip başka bir rahmet etmesem olmalı. Şuna bilen yani bir bu abimiz kalısaydım gibi bekçik abimiz kalısaydım ahırda bana degen gibi siz bu bir almıca edip çıkışlarını soyatmanız bu siz nemi kımakçıyız dedi. Dan çıkarmakçısınız ya. Bana pulni Allah verdi, halkım verdi dedi. Ben sebep kıldım. Allah verdi, halkım beni kolladı, beni satkan nersemle aldı halk. Ben bu pulni cahil işlettim, hadığım çıktı dedi. Bir töte sınıf okuyan balayım var. Mağarıp dese haklı, muşi derecede. Bundan başka mı yana? Hem de Gülcizgen bir Tanrıtağ mektubu kilerdi. Tanrıtağ mektubunu bir zahir diye adam kurdu. Bir zahir diye adam özü institut vaxtıda, şimdi üniversite institut vaxtıda şöyle okuğanke, özüden balıkla tağısı okuğanke, okup kaşkar verip 20 yıl şöyle okuğucu bulup, bazı derslerde neyim bulamay, kayıp gelip, Ürümçide Hopur Nur diyen bir adam, Hopur Çolak'ını da koydu. En başta üniversitenet mektubu açkan sendon bilgileri başladı. Aşmadan bilen paransı küçük kılıp adam, ma bolduğun aşkına kayıp gidip, bolcuk verip, 94. yıl hemen. 85. yıl, 86. yıl, 85. yıl. Aşağı mektep kurmanda, mektep kurup, onu mu bütünley baylarının yardımıyla, etrafçıklarının yardımıyla kurup, şu vaxtda abayla tanıştığım Məmtimin Ömərov degen janıqçı komissar adam modelliğini elib, bula aşağı meşhur adamlar birleşip kurdu. O mektepke bir yılın içinde 1000'den artıq okuş tizim demişke, bekağa, yoki yarım. İqtisadi balalar yarım pul bas boldu, qağalar bekağa. O mektep ABC'ni öğretmeydi, hüner mektebi, Tanrıtağ mektebi ismi. Hüner mektebi bolğandan keyin sestralık, Arap dili, Xanzu dili, Rus dili, aşpazlık, yağatçılık, aşağı oxşar til ve barlıq hüner mektep bolğandan keyin iştirak canıga asqatıdı da, hem tezroq ichki pishirdi. Shuning uchun Aqsudan, Kuchadan, Xotandan, Qashqardan, G'o'ljidan bo'lib bolalar yig'ib ketgan. Lekin echinchiliklari o mektepte o'qish, birinchi qaror bolalar o'qish bitganda diplom taqdirlaganda diplomni Ma'rif ministri tasdiqlamay qo'yib, mektep taqilib qoldi. Endi shu jarayonda bu mektep şu 3 yıl jarayonda ishonchsiz darajada 7 qitim ko'chirdi. Diğer baş okulu gittim, diğer okulu gittim. Ko'chirdi. Ko'chib pishirib, muştaq. O'rni yo'q. Hatta biz tuttam yarım temi var, yarım temi yo'q yerlar kirib olib, mektebim o'sha deb boshlab ishlangan. Eng oxirida mektep qurilib, 10 yilmi, 9 yilmi bo'lgan vaqtida onun dikin resmi elga aldıralay deganda, tizim aldıralay. Ankin Tanrıtağ mektebi degan tamaga ega bo'lgan dikin, ankin bir o'rni bo'ldi. Lekin bu adam o'zi pensiyaga chiqqan 60-70 so'm puli bor adam, bir oilasi bor. Men yo'qlab kirgan vaqtimda bu adamni bir qop
Karanlık bir eğiz öy, bir tal yerimiz tıkılıp ketken kigiz silahlı, közüde en yukarı graduslu ködeynep kitap okup oturgan bir öy kırıp hayran kaldırmış. Adam 10 yıl mektep katıldı, işlemeden istemedi. Sonra bu adam bilen paranlaştık. Erkekке men aşı üzerindeki tağda azırak nemilerim batı, şişek bamak isteyen dedi, kısıkçı paran kıptaydı. Ben bu ertesi ürümce kaytışım kelip, vaktim taşıp paran bozuk kelip. Fakat esimden çıkın diye işgal edin kelip taşırarak yem keldim. Kelginimde andikin tefsir okudum ki bu adam şahsiyelerinin pullardan, uyardan bir yerden elip bekçe patatıp tuttum. Bu kakma beygen meblağı yanıl okursa sandık 3 mağ etip tuttu. 3 mağ dek bal bakıp tuttu. Anadın bir parça yani elip yagi mektep okursa özleri layık eziklik. Mektep sevaptı, alt yetleri sınıf, bir aşkana kılıp mektepten sevaptı. Ama şu kışta, ben bağancılık kışta, bütünley bu adam özünün aşıklar maaşıga kış günü meşlerge köməni özü ətilip, parça köməni ətilip, qalap bəsə azraq sevgi. Ya olmasa otunlarını ətilip qalap bəsə sevgi. Olmasa oxuqçular fıtırını yək taqılıb, qollarını taqıp dərs etip de soğaq. Aştaq bolsa mı ötüp davamlasın vaxtı da axır bir günü qat'i ya oxutmuşlar verdiğin pul yok, ya kömək yok. Üzülüp de qalıb bu adamla maaşı pulu tüketketke vaxtda bunu bu adam özsüzlük dedi. Bir okuğucu, bir aşağıda karışlarını kılıp, 50-60'dan işlep çıkan bir bal bakış, şu bal çıdımay, bir ağaynısına yine jügraf verip, ismim var, Ekrem bu deyim ismi. Ağaynısına yine verip, ağaynısı bayılan enesi iken, ağaynısına aksız. Mektebini kutkazmışsan takılıp kaldı. Şunca bala okutmuş geldi, hem de okuş bitiremeydiğim boldu. Akamla yine başlap babam yine diyelim ki, cürede aksına yine başlap babam. Aksınasını Abdırıştadır, bu ciddi bala. Bu soru geldi, bu tapamalı. Müstaq iş boldu aka adrak yerden kılan dese, bir xatarlik sandıqdan şikavdırlıq pulva ki ağıt etiyip, xalığının al degenge. Xalığının al, nemiş qıbaldır deyini dağlama. Müşince da bulup ketmiş, nemiş qı deyini dağlama. Xalığının al degenge deydi abal bilen kiyin körüştünüm dama pul ekege bol. Küzemdin hır yaşık etti, titrep etti. Aka men iya kolumunu uzdamayma, aka öz ol ipirgıda turub aldım dedi. Qarsamsa pul kek oq getsin dedi. Sonra bir bolaq bunu elini kolam tutkusuna apa. Kaçan pul gerekiz kel dedi. Ertesi öğünden başlayıp mektepke bir nece bayram başlayıp mektep pul, kiyim kiyecek, küme, utun diyenle koştu zaten. Müştak bulup o mektebine kılıp en ahırda bu adamın arzusu, bu adam bundak kısan şahsiyede bayramın ekin tekmekine üzem tağam çarı uçtu. Dadam ölgün saat 16 tal koyumuz kaptı ki şunu tağamı verip. Muş balam ne? Muş 16 koyunun kırımını okutmuşsan razı mesledik ki benim adam ehdekçi okuttuk ki. Ve aşı isim kettirip toxtadır. Ucundan tağları şimdi kenar tutsa ben koy beklet çarı köpeytip anadaki mektep makbulunu eşedin kısan bulmadım o bu bayballarımız en dikkat bitese pul deversen ancenin bulmayıp edip aşını yola koyup nurgun onursuzluklar bulup mümkün koyları işte 300 manlı yet, işte 300 100 mandan aşkan vakit yaşıyor yani çıkınız ketin bağlılığında. Aştak oldu bu adam dedi ahırda bu dek çıktı adam tuttum. Sordum siz endi ahırda armanınız bağmamış inşallah işini kapsız desem SOS kurgun var. SOS degen jitimden mektebi degen dep ko. Bütün xalqara bildim. Aştak mektep kurgun var. Eğer onunla şu koy bakkan kirimden bilgilenirsen ama mektep yaxşımayan var. Bilgilenirsen yaş terbiyeligen ballarım var. Ola davamlaştırsamış armağanımmış o dedi ki 15 yıllığın ötküzde Hoca İli Deryası boydu ki bir İyade çırarlıklar ötküzde İyade takımda ölümçünün alaydan badım aşağıdım ona təsirli sözler oldu. İyadeki sözlügen sözlerininki kişilerin hemmisinin kopyası yenimde var. Aslı kollarının sözlü adamlarının kol yardımlarını evağantın yenimde var. Olan hemmisinin ben reklavatına. Aşağı kalıp onun için karşı o adam öpke kesildiler. 2004 yılı vefat oldu. Yine o adamın ahir tutun doktor hanımım yok dedim. Ama o mektep hazır bağ mı yok mu ben biçare yer okumayayım. Endeki xamo yanı Bezgildeki ondan başka. Ondan başka yanı var. Hemen dersin desem ahırsız kelgen çağda adamla işte bir aram kıldıran. Lekin asan emas bularni gurur bilen davadım.
Albatta, bu hem tarix bu bizningki tariximiz, bizning ma'rif tariximizdagi mevcut ahvollar, bo'lgan kishilar, echilgan maktablar, uning oqibati bilan so'zlashimiz kerak. Ochiq bo'lsa-mu, tatliq taraflarim borki, ochiq taraflari Uyg'urning tarixida kam bo'lgan, shundoq bo'lgan. Hozirgi oxirgi bir maktabni davlatib, qoldirib qisqartib turib, aligi Urumchi kerak, ya. Oxirgi bir maktabni davlatib emsam bo'lmaydi. Sodiqjon Saqoji deb ikki bola 2003-yili Turpayüz'de bir mektep başlaydı. Bu mektebin ismi Sadıkcan Saqoji Ümit Mektebi deb. Bu mektebin qurilish murosimiga uningdagi faoliyatlarga chaqirdi, yagim bordim. Muxbirlik degan nimaga yaxshi. U vaqtda uzun yil muharrirdim men. Mas'ul muharrirlik qilib bir necha muloyizabatlarni elib ishlayotdim. Keyin 2010-yildan keyin nurg'un sabablar bilan muxbirlik qildi deyman, qo'lidim qirinimni yaxshi o'tdi-ku, Şinjanni aylanib yurib, Şinjan davlatdan kechirdim. Vatanimizning Sharq Turkiston aylanib yurib, ko'rib qoldim. Shuning bilan Sadıqjon Saqojining maktabiga chaqirib kelib bordim, berib chiroyli maktab. Chiroyli. 2 qavatlik shundaq rasmlardan tatib bormanda, ularni hammasini ko'rsatish amal yo'q. Endi menga ta'sir qilgan narsa hamma sinf 2 qavatlik maktab, hamma sinflarda Sadir Polvonning rasmi, Mahmud Qashqariyning rasmi, Yusuf Qasojevning rasmi, ularning aqliy so'zlari, unga xalqning ichida chiqqan mashhur so'zlar, unga xalq qo'shiqlari, ashliq narsalar hamma sinfda. Ashliq hujna xatchaklarda tamlab chaqlangan. Unga maktabning futbol maydonlari hamma narsa 100%. Ashada echilish murosimi bo'lganda, u baylarning ismlari bor menda. Men 50 dona kompyuter taqdim qilman. Men man taqdim qilman. Men hammasi degan ishni maktabdan qolgan qattimni ko'tarib qo'yapti. Avvalo, asta u bolalarni oyoqlarini sepib ko'chada 10-20 oyoqni ko'chaga qirib, 10 so'm bo'lib, 10 so'm sepib yurib pul taqqan, keyin uyimizga shirkit qurib atab ko'tarilgan bolalar. Ular asta qildi. Endi men koni maktabga berib baqdim. Bu Turpayda maktab yo'qmi desam bor dedi. Men shuni menga aqrimga deb so'radim. Yangi maktabni murosimiga yerib bordim. 5-6 eg'iz bir qavatlik deraza chiqib ketgan. Eshiklar sinib ketgan. Ashunda maydonimi yo'q. Adraq bir maydon borki, u yasagan rasmiy futbol yoki gimnastika maydoni emas. Qo'noqlarni yetib turibdi, hamon o'xshash bir yerda bu ko'chib ketgan qo'noqlarni yetib. Shuni bir necha muxbir bolalar bilan bilib olgan to'q, ularning oldida gap qilaman. 10 yosh, 9 yosh bola oyoq o'ynab berib, bolam hojat, qasam hojatxona yo'q. Hojatxona bormi desam, bu maktab hojatxona yo'q deydi. Bu qanday qiladinglar bu yer maktabda barcha qilsin. Tamni orqasi o'zingizga orqa bosing deydi. Balki burun bor bo'g'aydi bir maktab hojatxonasi mumkin. Ham shu darajada endi bir maktabni tashlab Sodiqjon Saqoji maktabni qurdi. Uqmayman o maktab hozir bormi. Endi yana birsi endi Urumchidagi, G'uljidagi yana bir bolani atab o'tgan bor. Boks klubi qurgan birisi bor. Boks garchi boks ne qilishdi, palaki mushaq boks klubi. Endi buni sizning borgansiz kim oltinchi maktabga, shu maktabga deyman. Kim oltinchi borgansiz deyman. Bu ma'rifning dal o'zi ABC'ni yoki nima tarbiyadan o'rgatmasimi? Bu yana bir turi odam tarbiyalashning sog'lomlik jihatini, badan safosini o'stirishning, badan safosi yaxshi bo'lganda ma'rifga, olimlikqa ham nima yetishkil bo'ladi. Bir bola, u bolama shu shaxsiy tijorat qilgan bola 1 milliondan ortiq xarjlab boks klubi ochdi. U to'g'riliq ayrim narsalar bor. Uni qistirib qo'ydim, ismi Faxriddin Avliz. U bolaning boks klubi hozir bormi yo'qmi bilmayman. U bola bilan bo'lgan nimani ayrim yozib ishlarga taqdim qildim. Endi shaxsiylarga kelsak, Habibulloh Hibi deb hammalar bilsizlar, danglik bir chaqchaqchi bola bor. O'zi og'riqchan, hozir balkim 10-50 eshitdi. Aşı bala öğrenmegen yazılıq bir bala çaqçaqdan düşken pul. Çaqçaqdan düşken pul elqi okuş bahası ösüp ketip yazılarda balaların tolus koçut qalğan çizimay. Çaqçaq bala öğren berdi o, 50 koy, 5 koy, bəzən 10 koy verisi mümkün. Aşı öğren pulunu jığıp axırda bu. Bala oxudu mənə. Bala oxumus olmaydı da. Bir qism balalarını oxutub, bir qism balalarını hünərgi berib, onun pulunu öz төлep öğrenib. Aşağı qılıb qandaq qıptı 200 balını
200'den artık balını balam koyağındı. Onun başka hiç kadar kırmı yok. Özünü tüketiyorsun şundak adli satın. Ağırlıkcan. 200'den artık. Mektep kuruşla emas, müşi cihetin bu marifqa koçudaki ballar yardım alem. Mesela işler oldu endi. Bu hemmesi marifki baha üstüp ketkendan keyinki xalqning tuyuqsizlab qo'zg'alib, tuyuqsizlar aşı zadı marif bo'lmasa bo'lmaydi. Bizning otalarimiz manda qilgan, biz qilmasak bo'lmaydi. Bular ko'chat abay deganda bir shaharni siz 1400 bola ko'chat qilsa, uning ijtimoiy marif shunaqqaning avlodi, marifchilarning avlodi uning ijtimoiy ekan. Buni xalqimizning qiyinida bor ekan, marif o'zini. Endi Ürümçi kelsak, Ürümçide ahvol texmo kangri bo'ldi. Ürümçide ayol kishi bo'lganligim uchun oldi bilan mehribon analar to'g'ri qilishga gap qiray. Mehribon analar 2001 Reyhan apaning yetakchiligida qurilgan mehribon analar. Bu qanday qurilish beshi? Bular 10 yil bo'libdiki ayollar cheyin qatar joy bor. Bu qatar joyliklarning hammasidagidek o'qituvchilar, doktorlar, ziyoli ayollar birlashib bir 20 ayol qatarcha o'ynayotgan 10 yil bo'libdi. Shu 2001-yili 37 maktabdagi bir qatarcha ayol do'st qatarchadagi bir ayolning eri o'lib qolib, shu yerga o'limga chiqib 37 maktab Ürümchidan bir qindagi bir yaqin maktab. Nima qilib, o'sha nazirlarda o'sha o'limga yurganda maktab mudiri bilan qarashib qoldi. Maktabning ahvoli qanday bo'ldi? Undan burun bu Reyhan opa uyda 27 bolaning savodini chiqarib maktablarga yetkazib uyida. Shu qiziqlikka o'zim neft maktabda o'qituvchi bo'lgan ayol uchun. Shunchalik shundan bu opayimiz mudirdan o'zi ashtahalik odam bo'lgach ko'chalab so'rayotgan maktablarning ahvolini. 39 bola maktablarning puli o'sib ketdi. 39 bolani yo'lab bo'lamiz. Bu bolalarni maktabdan chekindirmoqchi, chunki o'qish pulini to'layolmaydi. deydi. Şundan buraya 39 bola chiqib ketsa bir maktabdan qanday bo'ldi deb undaq bo'lsa menga a'lochi yaxshi o'quvchi pul to'lamayotgan bolalaringizni bir hech kim ko'rsatma deb nazarda yenib ayolga eslatib qanday bir ayolni uyga kirdi. Bir eg'iz zay bir uyga kirdi. Bir ayolga yolg'iz o'qituvchiga ko'rsatib 4 bolasini o'qitayotgan ayolga ayol pulni chiqsin. O bolalar chekindigan 39 bolaning ichida 4 bola adamlar aytishdi, dumyetib yedi, hamma to'yda dumyetib topshiriq ishlarga tutdi deydi. Üstel yo'q. Qapqaranғы bir uy. Shundan keyin shunday azoblandim, nemishqa uyimdagilikda bir ko'ni ustalni yer osti uyga tashlayotgandima, bolalar kerakkan-ku degan narsa birinchi bo'lib qoldi. Ustalmi yo'q. Shuning bilan bu 4 bolaning hammasi a'lochi deb olmadi. Lekin bularni chekintirishga qatnadi. Shuning bilan bu ayol to'xtab turinglar deblar. Şu özünün Qatarcha ayollarni Qirg'iziston restoraniga Ürümchining yig'idi. Yig'ib ashada analikin bu ahvolni aytib ular. Mustaqilga qanday qilmaymiz? Hammamiz bolalarimizni o'qitib bo'ldik, bizning vaziyatimiz tugadi. Lekin Alloh biz emasmi? Bu tutuq qolsa, biz hammamiz degandek o'qituvchi biz odam tarbiyalaydigan odamlar. Shuni qanday qilamiz? Degandan keyin ashada Qatarchaga o'qituvchilarning hammasi qancha pul bo'lsa, avval Reyhandan o'zi 500 so'mni qo'ydi. 500 yuanni. Qag'il so'mkisi qanchalik pul bo'lsa chiqirib 3900 so'mdan 4000 so'm yaqin pul qo'yib, ozroq pul kamlab qolganda, ash restoranni ochgan xo'jayin Amina xonimdi. U ayol qancha kamlab qoldi endi deyishvatlarda qag'inni men beraydi. Qag'in to'liqlab, ertasi bo'lar. Ayollar qishning kuni shunda qattiq so'g'da Ankin kiyim-kechak bir narsalarni evilinglar dedi. Yarayanda ko'ni kiyim bolalarni ham kiyim-kechaklarni elib avtobusga tushib 37-maktabga berib, u apasi o puli 13 bolaga yetirdi. 13 bolaga. 13 bolaga yetgandan keyin o kiyimlarni berib ularni berib yetib, bu xabarni anglab Ardacho'dagi nima Do'ng'o'rikdagi bir bozor bordi, hamma narsa bor, qahramonxon bor, qochib shuncha parpur qochlar sotadigan Yasincanmı şu balın ismi. Yasincan degan bir urug' bir bala keyin o balani ziyorat qilib qolgan. Shu bala anglab 13 balaniki bo'pti, qolgan 26 bala qoldi oyoqda deganni anglab, bosh bala bo'ldi 10 balani men o'qitdim dedi. Bu bala chiqdi. Hajar degan bir ayol Avriqchanga Baganda degan 1 avgust bo'ladi bir zavodi. Shundan Ağırlıktan bağış baldır kimseye çıkılan özü yoldaşı yok, işki balası 50 kişinin maaşı var. 5 balını o ayarı var.
Aştaq qilib yilqi balalarning o'qish pulini bölüşüp götürüp shundan bu Reyhandamniki bu nemisi pek bir 2 yilning ichida bu ayolga ergashadigan ayollar Qarmayda, G'o'ljida, Qo'rg'ashda, Otishda, Qashqarda 300 dan ortiq ayol mehribon almasga qo'shilib ketdi. Acayip cho'ng to'lqin qo'zg'ab ketdi. Faqat o'qishsiz bolalarni yo'lash. Abay o'qish pulini to'lamagan bolalarni asosiyati. Amina xonim 60 ayolga, 64 xili bir kadr o'xshaydi. Bu gapni anglab, yig'in bir o'zlarining ayollarini yig'ib ketdi. 100 ayol bir otishdi. 100 ayol pul chiqarib 100 bolani darhol qaytarib kelgan. Mushundaq qo'zg'ashlar bo'lib ketdi. Maktab etishlar emas. Bir ayol Reyhandamga hozir rahmat aytaman. Reyhan apay aman bo'lsin, salomat bo'lsin. Allohdan uzildi. Lekin bizning erlarlar emas, ayollarımizmi Ayxon onaning o'zbosarlari bo'lar. Men o ayollarga berishlab yozgan maqolamda Ayxon ona, o'zingizda qizingiz bor deb mavzu qo'ydim. Ayxon ona, o'zingizda qizingiz bor. Demak, o Reyhan onamning o'zida qizi bor. Biz bor, bizning bolalarimiz bor, sizning bolalaringiz bor va boshqa Uyg'urning qizlari chuqur bor. Ayxon onaning o'zi o'smaydi, Reyhan apayning o'zini o'smaydi. Elbette. Lekin Oltinbuloq degan yerda Ahmet degan bolalar, Abayim degan inisi so'raqan bolalar. Bular Toshkentga berib savdo qilib, kimlarni qurib qilijib ketdi. Bu pulning hammasini qaytarib kelib, Urumchining Oltinbuloq degan yeri Shinjon universitetining oldini o'tib, Abdurahmonsoq ashaqda bir ketgan bir chiroyli yer bor Oltinbuloq. Saydigoh deb bir yer ochdi. Oltinbuloq edi buloq sular ketgan. Lekin bular bu yerga kelishdan burun bu yer Urumchining axlatini to'kadigan yer aylanib qolibdi. Tog'dak axlatlar joyini qolibdi. Bu bolalar mushani edib axlatlarni to'shishga noit nurg'un emgak ketdi, nurg'un kuch ketdi. Bak u Urumchining axlati degan az axlat emas. Harbiy rayon bilan aloqa qilib, harbiy rayondagi Uyg'ur harbiylarning qo'l keltirib, ashlarning yordamida nurg'un harbiylarni akilib, bu axlatlarni yo'tkazishga ular yordam qilgan. Uni ko'p qilgan ekan. Ashlar hammasiga qancha mo'yaning hammasiga daraxtlarni tikib, axlatxonani o'rniga ashlar qilib, uningdan keyin qanday qildi? Janobimizdan kelib, yashadi ushaq tirikchilik qilib жүрген uy yo'q, makon yo'q odamlarni birdan ichkidan bizga atrof bir yerda san to'rtdan qo'ysak, uy qo'ysak deganlarga ma'qul deb ashada bir Uyg'ur mahallasi barpo bo'lib qolgandiki, maktab yo'q bo'lib qoldi. Shundan bular addirat qilib bir maktab silib, ashtaq turganda bu bolalarning bu ishini tafsili o'zlari bilan jiq so'zlashdi. Yani nemelerge taqashdiki kelib tashlablar bilan tutib juguratdi. Ondan keyin aşırı mahallini tüp-tüz qilatdi. Oxirida maktablarni yo'q, odamlarni yo'q. Uyg'ur mahallasining aşağıda bir zichida Uyg'ur mahallasining bo'lishi, yetgan Uyg'ur mahallasi bir tahdid bo'ldi. Bir o'ylasangiz, to'limi bir kulkili ishda. Bir kulkili noatim echinishlik bo'lish shu darajada qo'rqamda. Echinishlik ish. Maqsadi ayni qolganda ekan. Shuni qilib anaki ularni mektep bakya bolalar degan xo'shal bo'lib mektebni chaqmabdi, yaxshi mektebni chaqmabdi deb aytib kelib mektebni saq chiqarib. Shuning bilan u bolalarning birisi ancha-muncha o'zaldi, keyin u bolalar yana o'zining istiqbolini boshqa qo'ydan tutmayman, ammo Oltinbuloq degan yerdan keyin ishim yo'q. Endi Suzuksuv maktab degan bir maktab hammadan katta qurilgan 11 yil bo'lganda taqib qoldi. Suzuksuv maktab Fayzovotliq Osmon Ajim degan odam ochgan maktab. Feyzvatlık adam Urumchiga chiqqan uzun bo'lgan, zargar do'koni ichib pul topgan odamga Suzuksuv maktabini ochdi. Endi shu Suzuksuv maktabining atrofida keyincha Mansur degan odam Milliy ma'rif fondi jamiyati deb bir fondi jamiyatini hukumatning tasdiqi bilan ilib 6 maktab ochdi. Shuning bilan Suzuksuv maktabi 7 maktab bo'ldi. Yana bir ayol ismini unutib qoldim. Yulduz maktabi deb ochdi. Shuning bilan 8 maktab shu Belgi meydanının atrafında oldu. Nimişki Belgi meydanının atrafında oldu. Hemisi desiniz. Belgi meydanının atrafında Canım Şincan'dan çıkan Abay degende altın tavuk getirip algan. Neftini, gazını, altını, aşlığını işlemişsini, pulunu, rahatını görmeyen kemalı adamımız. Bu dönerli bir okatsan kıldak işe içiyorduk degendikin Türk'üm dep Urumchi köçüp çıkıp Belgi meydanının atrafı kamera Urumchi için boş yerler var. Şunu eşlerge toplaşıp bular
Şu Beygi Meydanı'nın yanında kuşxana var. Ürümçide en çok kuşxana. Kuşxanada asas yatın kuşxanda qeyrın tazlap, üçtey tazlap, galdırgaçlarını adalap, endi gün qassaplağı bir çaynak çay aprikası bir yön derdik ya. Onu ile aşağıda kılıp can bakıp, şu Beygi Meydanı atrafı yerler, gemik olap, bir işkisi birisi örtüğüde kılıp gemik olap, kusum aşağıda yetip, aşağıda kılıp asırsa iyi bir merdiv ayrılması başladı. Hem Uygurlar pek çok iş gitti, mektep yok. Mektep var, yok emas. Ayada 17. oturba, ayada 14. oturba, ayada yanlarının başlangıç mektepler pul yok olada. Mektepler etkileme yılkıdaki pul örülüp getiriyor. Bunda bu ketkenken Abay Beşti degenimizde Feyzivatlık Osman Arcan birinci bulup Süzüksu degen mektebini açtı. Süzüksu mektebini ekip, bu kandak mektep açtıysanız bir yarının iki koranı setip yaptı. Bu koralarını kolatadesiga öylürünü ulayki setlari qilgan, ammo kenari her bir korada 3-4 yılın uy var, darvozalari var, aşağıda. Ama tarbiya maydonlari yo'q, aşağıda öyle. İki koranı elip, yani mektep qildi. Mektep qilgandan keyin Ürümçidagi bir texnikum mektebini bitirib, Tekesga qaytib ketgan bir bola. Tekesda bir mezgil ishlab, pek o'qituvchi bo'lib qolgan, men o'qituvchilikdan boshqa kerakda endi. İzlep qarab, mush uchun anlab turib, Süzük mektep o'qituvchi kerak ya, bu shaxsiy mektep uchun shaklida ishlab shu bilan ko'rishdim, chiqaramosdim deb oldim. Shunaqa qilib bu mektep 11 yil jarayonida o'quvchilar, men ko'rishgan vaqtimda 312 bola bor. Asasen haqsiz yoki az miqdorda to'layolmaydiganlarga pul oldi. Hammasi aşı qushxondaligida ishlaydigan, shimishga qilgan odamlarning bolalari aşağı qilib o mektepte bir yosh qizni ko'rdim. Biz o'zi Şinjan Üniversitesi'nden İngiliz Dil Fakültesi'ni tugatgan qizga to'y qilib, uyi aşı Süzüksu mektepga 1 soat keladigan shiraq edi. Avtobusda 62 bir soat ketadi. Başka bilan tanıştık vaqtimda men boshlayotgan xizmat o'zim asarlik tipimizda lekin mamlakatni anglab keldim. Bizning bolalarimiz kambag'al bo'lsin, go'day bo'lsin, inglizcha o'rgansin. Men o'zim maktabda o'rganganim ozga hozir kashf qildim o'qituvchini aralab. Men mush bolalarga ingliz tilini o'rgatib bakib qancha o'rgandim dedim. Men bir tiyin haq olmayman dedim. Haq olmayman. Men to'y qildim, bir bolam bor. Uyimizroq, erim meni qo'llaydi, qiynalarim qo'llaydi. Avtobus pulummu yo'q, hammani qiynalarim bilan erim berdi. Mush bolalar bilan ishlayapman deb o'sha dedi. O'zi oxirida yig'lab yig'lab ketdi. Nima yig'laysiz desam, men baxtli. Çünkü meni ailem qo'llayapti, men bolalarni tarbiyalayapman. Mush bolalar mo'ldirlab ketsa, ko'zim qarab ketsa, men bularni tashlab qanday ketalayman? Bular meni unutmaydi, meni menga o'qituvchim deydi emasmi? Men baxtli. Yig'lab ketdi, ismim demay bo'ldi qizim. Aşağı o'quvchilarni aşı men degan aşı bir er kishi bola, shu 34-35 kirib tuxutlamapti. Va o bolani nurg'un jarayoni bekchiq buni. Siz nimishki so'rsam bo'lamdi, bir muhim ishni sen so'ram deydi. Mushtaq nimishki o'ylanmoqchi bo'lsam, jaramansiz ketib yotaman. Yotig'i bir yo'g'on ko'ni adyolni taqib qo'yibdi, ashno yenida. Bir ashtaqlar ketib jamidagi birga bir karvat qo'yildi. Kapkaranlık, çırak derezi, çırak yanılmıştırmayı çekebildim. Bana benim yaptığım bir şey kandık potentiyldi. Bunu sevmeyen maaşım 130 150 tarafta. Bunu diyecek soruyamayım. Aşınımı aran tıpatı da dedim. Çünkü vallahi köpek yaptı. Bizim mektepasının kişinin onun rengi yakın mekteplerine. Hadi mektepten farklı doktorlar hemesini Şinjan Üniversitesi, Yezeglet Üniversitesi, Kibe Üniversitesi okuğucular koda Bikar çıkarıp park olmadan ekiplerdi olanı ufukta tutmuşal bulduk. Olanı koyuvaldıkmışlar. Yani bir amine teyyar çöp işlegen bir ayal vardı. Şu ayal pat maşininde teyyar çöplerini ekip ballarını çıktamıdan berdi. Biz bana aşk geliyordu deydi. Ne yok? Biz okutmuşlar bazı aşk kalmış bir tokaşını tüpesini görüp yemişmişler. Aşk kalıp o bala yatağı da müştak mine maaşım var. Ben bir kodunaktan kıymet koymayayım. Onu oyladım. Evet, kanalda kalıp terbiyeleşik adı ve canlarda, hayatla. Ama mağrıpның uluqlığını mağrıp olmasa insan qatarıb ötəməydiğini yaşqıgan insanlar ağır. Ağ kız, oxutqucu kızına jığlap ketişi mi? Nurgun dertler var, bana degil olmaydıgan. Bana degil olmaydıgan. İnsan kişiге degil olmaydıgan.
Xoşallığım dep turib yig'lab uni aqtida nurg'un ish bor qizim. Evet. Yo'l azobi uyda qolgan erkakdagi bolasi emitadigan hamma narsa. Uning putini so'zib, ana bo'g'isi erkak qinonlar bilan xo'shallashgan yashag'isi bor ekan. Bu mekteplerin akıbeti qandaq bo'ldi, shundaq bo'lib qolib. Aqlisi pek ig'ir. Shuni deyishda qichib ketni yo'g'iltib ketdi. Vaqtimiz birga berib qoldi, Salima xonim. Unda bo'lsa mektepning oxirida birayimsa. Shu mektep bilan shu mansubiylardan oshgan milliy ma'rif fondi jamiyatida alga olib oshgan olti mektepning hammasi taqilib ketdi. Shu mektepni 11 yilgacha tizimga ilishqa mana kam deydi. Oxiri kelib bu depegan bal dediki bayraqni Cumhur'un bayrağını çıkarıp koydum öbüzgü dedi. Çıkarıp koyup koyup acayip oldu bu mektepimde. Çıkarıp koysam daha ki tahdit edip tuğan kelip onu sen al. Mekteğin kanunsuz demiş ki bayrağını esip aldım. Evet anı evet sen bulmaydı mekteğin kanunsuz dedi. Ben yoluklap esip koydum bayrağını. Sen al eğer küçüğün yerse evetme almayın edip turup aldım dedi. Abalı anı işlik batırdım anı tahdit vardım. Desem o da onu alamayı gidip çıkış gündeki kelip mektebin takımızdan bulmaydı. Takımızdan bulmaydı. Hem dersimizden açık falan başladı. 300 baldılar kocup kaldım. Onun aktı yani nurgun hikaye var. Kaldı. Hazır mektepler apırt baktı. Öz ayrı mekteplerine iç baktı. Bunun namıdın faydını hazır mektepler durmuş pul öndürülüp yani o valla yana talat kapağı işler var. Nurgun akıbetler var. En ahırda mektepte kaldı. Hem de altı mektep mensur bilenden aşka mektebini mensur hıyanet kıldı edip takıdı. Musa yok diyen bir kıyri adamdan paranlaştım. Aşı mensur aşka mektepte. Altı mektepten birisi. Kıyri adamki müdirlikte özü hukumçluk naiti çoğun öz vakti. İli inqilabı nurgun işler katlaşkan Musa yok ki ismi Ürümçikli adam. Şu adam bir paranlaştım o adam dedi bizim işte mektepini açtık. Dedi addi mektep. Burun ki bir Xanzı mektepinin orniki o mektep ya mektep Xanzı mektep çıkıp etmekten Allah veripti. Her halde sınıf tegidek sınıfı var. Feyzivat diye tevirgen erkegen ciddi ballardan bir 10 dekini bergen o ballar var. Aştaqlı o mektepler. Hemmisini ahırda o mekteplerini, o mektepini, kinki altı mektepini mensur xiyanet kıldıydı o mektepini. Vakırt sakçı maşinesine ekilip sonra hemmisini takat. Bu ballarının ki adamlarına yetişip görüştüm. Ular dedim. Endi biz savatsız dedi. O yedi ki abay dedi kanıs terörist yayıcılık diyor. Biz savatsız. Ballarını terbiyelemeyiz. Nurgun ballar yançık çok gitti. Nurgun ballar akçık gitti. Nurgun ballar pratik halde satılgan koca kırıp gitti. En bizim ballarımızın mektepten kaldı. Eğer aş yol kırıp geçse biz ularını mağarıp güçümüz yok, bizim pulumuz yok. Ah yaxşı mektep apırıp verdiğimiz. Onda qoğan diken detine ait. Açık kinayi bilen dedi ki bir qarqaşlıq adam. Hükümet ballarımızdan mekteplerini mındak kılarken endi türmüsek olsun. Bu kinaye bu. Ama arman kinaye. Şu. Demek adamı da mağarıpsızlık adamı buzudu da atıdı adam. Türmüz var. Muşuna kılıp mektepten açlıq oldu. Endi bugünkü sizlerle gaplarım için olsun. Endi ahırda bu gaplar bekçi. Ben bunu hemen anlıqçılarım bu da koyayım. Ben bunları bundaqlam bir yerde sözlep yok tutmayın. Sizlerle demegen yani nurgun partiklerim, nurgun kol yazmalar. Hemmisini toplap ben bir toplam kılıp kaldırmakçı. Bizim mağarıp tarihimizden tartışmak için. Abay Qiyılıqı 20. 30. yıllardaki mağarıp tarihimizde acayip təsirlik vakalar var. Bu nərslərin həmsini dəfə olmaydı. Kolumda nurgun kitaplar, nurgun materiallar var ki, aşlarının həmsini mən aşlarını birleştirip sizlərə gəlməliyim. Nərslər var ki, kolumda. Müsaadenizle hemsini ben üzerindeki köygellerimizden birleştirip Uygur halkının mağarip tarihiga kiçikin töhfen bolup kaçın. Ben aslında koşup kılayım. Gerçi o işlerini özüm koşup kılarmışsam bunlar tarihi kaldırışıp bir şey. Müstahkem. Rahmet. Undaq bu sizge bir kitap sözüm ağam olduk bugün. Köp rahmet. Endi ahırkı sözümüz Endi bir milletin bir qancha sarxillarning chiqishi, bir qancha yuzlagan managan doktor magistrlarning chiqishi yaxshi ish. Lekin bir umum millatning umum safhasiga yanada kuchli ta'sir ko'rsatib ketamaydi.
ta'siri bo'ladi albatta, lekin umumiy safaga bizga o'xshash, bo'libmi bizga o'xshash bunday mahkum holatdagi millatning safosini ta'sir ko'rsatishga bu bütün milletning safosini ko'tarish uchun doktorlarga muhtojmiz, magistrlarga muhtojmiz, olimlarga muhtojmiz. Shuning bilan birga o'zimizning ma'rifatini taraqqiy qildirishga, umumlashtirishga, hamma odamni ma'rifat bilan tarbiyalashga muhtoj. Eng muhim narsa ma'rifat. Ma'rifni umumlashtirish kerak. Umumlashtirish. Endi ma'rif yana bir muhim narsa, ana tilda taraqqiy qilgandilar, lekin tilning egillarini bizlarni milliy ruh bilan chiqara oladi. Agar ana tildan ayrilib ketgan ma'rif bo'lsa, bu uzunga bo'lmay o'zini emas, madaniyatini, tarixini, hatto necha bir 10-20-30 yildan keyin bunisini qadrini topamaydigan bo'ladi. Yotib ketadi ular ishni bo'lmaydi. Şoňaşqa menin deydiğim hazır Mişeli Davalay Qazaqstandagi Uyg'ur qarindoshlarımga minglarcha rahmat. Ular shuncha uzun yillardan beri Ruslar vaqtidan tortib Uyg'ur ma'rifini, muntazam ma'rif sifatida saqlab kelyapti. Bizga shu kerak. Chet eldagi Uyg'urlarga vatandagi ma'rif tugdi Uyg'ur ma'rifi. Uni men demisam hammalar bilsizlar. Uyg'ur ma'rif tugdi. Bir millatning ma'rifini yo'qotish uchun 5 yaşından boshlab uni ana tildan ayirib olsam bo'ldi, u tugaverdi degan gap bor xalqaro. 5 yaşından ayirib bo'ldi, yashlidan tortib. Demak, u tugdi. Endi Qozog'istondagi qarindoshlarimga ko'p rahmat, minglarcha rahmat. Ashlar azaldan tortib Uyg'ur ma'rifini saqlab keldi. Yaqinda ko'rib turibman, qaraqo'lardan o'sha ziyolilar, cho'ng akalarimiz, cho'ng otalarimiz, obro'li odamlar uyga berib Uyg'ur bolalarini chekinganlarni ota-onalari xizmat ishlab chiqib, murasimlarni qilib, yig'ilishlarni qilib, nafas ta'sirli nutqlarni so'zlab, maktablarni chekingan bolalar. Rahmat Qozog'iston. Bizning umidimiz hozir eng chong umidimiz sizlarda. Sizlar bizga qutqarib beringlar. Biz qolgan nima endi-day. Sizlar bizga qutqarib beringlar. Sizlarning vazifanglar ig'ir shundoq bo'lsin. Rahmat sizlardan. Bizni ma'rifdan ayrilib qolganimiz yo'q. Ayrilsak tugaymiz. İkincisi, mening atrofimda turk maktablari mavjud. Sidneyning o'zida aslidagi Sho'ylar kollej deymiz, Go'lanchilar qurgan maktablarga bu turk maktabining 11 var. Biz dastlab Uyg'ur ana tili maktabini 10 yildan oldin ochgan vaqtimizda ashlar ishigini ichib bizga 2-3 sinfni 6-7 yilda shunchalik vaqt bikaga ichbadi. O vaqtda bizning bir Uyg'ur qarindoshimiz İlham degan bir bola, mush banada uningga rahmat aytib olay, vosita bo'lib bizga ash maktabning etilishi, ash maktabda biz o'rnatib yordam qilgan İlham sizga rahmat. Ash maktabda biz 3-yil maktabni qildik. Endi u yerda mening o'rganganim nima desanglar? Ash maktabda hozir Sidneyning o'zida 11 maktab bor. Muntazam turk maktablari. Ularda albatta davlat tili ingliz tili, ammo ular muntazam maktab bo'lg'achqa Uyg'ur turk tarixi, turk adabiyoti, turk til ana tili degan darslarni nəhayət kəm təşəbbüs etəli. Həmin nəsini qılalım. Bizə xuddi aşı kerak. Əmdi bu chet eldəki o məktəbdəki oğlanı sözləsəm, biz Sho'ylar kollejini açqanda oxucularımız 60-70'di. O mantıqətimizi qıldıq, hazır 11 məktəbimiz var. Yaxında 3 yıl alda İrfan dep yana bir məktəb açıldı. O məktəbin türkləri açdı. Ularla oxucular anca köp emas. Ular açqan bir işçilərin açıldı, oxucular köpəyib başladı. Demək, nə deməkçi mən insanlar? Biz bu şunda qılışımız kerak. Qozog'istondagilarga o'xshash, Türklerge o'xshash. Chet elda hayron qoladi. Chet ellar buni qo'llaydi. Chet ellar qo'llashqa ma Türklar mayda ichyotidi-ku. Men ichyotdi. Shuning uchun bizning Sidneyda Uyg'ur jamoati ozroq. Lekin yanada menimcha sam bolalar to'shib qo'yadi, hozir yoshlar chiqib qoldilar bilan. Endi Adelaydda 100 dan ortiq o'quvchi bor. Men shuni tavsiya qilman Adelaydagi maktablar, bizning Sidneydagi maktablar, biz cho'qin Irfon maktabida ular az bolalar icra oldik. Aştaq maktab iltimos qilishga tirishyapmiz, deyishyapmiz. Endi Amerikadami, shu Amerikadagi Suriya xonim ochgan maktabda bolalar ko'p. Germaniyadami ko'p bolalar. Ashlar hammasi o'z o'rnidagi o'rinlar deb bilsa, nima hukumat menimcha qo'llaydi ekan. Meshada bir ana til maktablarining yig'ini bo'lganda bir ma'rifchi ingliz tilida shunaqa dedi. Biz sizlarni har qanday jihatdan ana tilinglarni qo'g'dishinglarga, ana tilinglarni rivojlantirishinglarga biz yordam qilishga tayyor. O'zinglar tayyormi dedi. Maşallah. O'zinglar tayyormi qarindoshlar? O'zimiz tayyor bo'laylik. O'zimiz
Muntazam mektep, ana til mektep iç baktım yakshanbili. Elbette onun rolü var. Nurgun balalar tanıştı, savaşlar. Kichik vaqtida voy men Uyg'ur maktabida o'qigan deyish mumkin, cho'ng bo'lganda eslash mumkin. Nurg'un Sadir polvonni o'rgatdik, mamlakatni o'rgatdik, tariximizni o'rgatdik, Mahmud Qashqari nurg'un narsalarni o'rgatdik darslarimizda. Ammo hatto ba'zilari cho'ng bo'lganda to'yilishib ketishi mumkin o'zaro. Buni bir yaxshi ishga yakshanbada maktab bo'lsin. Ammo uning roli muntazam maktablarda bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Chunki u bular ma'rifni, chet el ma'rifini kuchli, chet el ma'rifini naiti muntazam naiti taraqqiy qilgan bo'lgandan keyin uning ustiga u bolalar asosda yakshanbalik maktabdan ayrilib ketgandan keyin cho'ng bo'lmaydi. Sinib ketishi mumkin. Shuning uchun mening tajribam yana ta'kidlayman, biz yo'qolmaymiz, biz Uyg'urlarning ma'rifi yo'qolmaydi. Biz bor, avlodimiz bor, nurg'unlagan ana til fidokorlari bor, chet ellarda ana til maktablarini ishlatgan Qozog'istondagi hurmatli qarindoshlarimiz bor, Turkiyadagi hurmatli qarindoshlarimiz bor. Mening deydiganim biz muntazam maktab ochaylik. Boylarimiz yordam qilsin, ko'psin. Azroq pul ketishi mumkin buningga. Meningcha biz yangi turib muntazam maktab ochamiz desak, boylarimizni chiqadi, amal bor. Mening umidim shu, biz yo'qolmaymiz. Ma'rifimizni yo'qotmaymiz, o'zimiz shuning uchun yo'qolmaymiz. Ko'p rahmat, Xudoyim buyursa tiligimizga yetimiz deb o'ylayman. Hürmetli görünmenler, aziz qarindoshlar, Uyg'ur ma'rifininki besib o'tgan tarixini, yo'l jarayonini bugun ta'sirli kechirmishlarini belki bir tamchisini bugun ekrana keltirishga kirishdik. Bizning ko'rgunimizdek boy, kambag'al, ayol, yosh, qari, janub, shimol va dinimizning sharq, g'arb bütün şu sahalarda Uyghur Birliği ma'rif tipida qandaq fedakarlıklarını elip beriyotganligini, elip bağanligini, vaqtining o'zining kuchining yar belgicha nimishlarni qila oladiganligini, bularning o'zining kuchiga tayanib nimishlarni qila oladiganligini bugun ekranga keltirishdik. Uyg'ur millatining ma'rif so'yar ruhi o'lmaydi. Yana millatni yaşatadigan cesur ruh, muşu ma'rif ruhi. Bugün hammalarga ko'p rahmat aytaman. Xudoyim ileride yana bir program bilan huzuringizda bo'lishga tirishamiz. Xudoyim omonat etsa. Rahmat. Xo'sh, Xudoyim omonat.